Assalomu alaykum azizlar. Yuksalish podkastimizning navbatdagi soni efirda. Bugun biz jamiyatimizga qiymat qo'shib kelayotgan ayollardan taklif qilganmiz. Ulardan biri Oysha Uralova 1995-yil Angren shahrida tug'ilganlar. 2 nafar farzandlari bor. Hozirgi kunda mehmonxona biznesi bilan shug'ullanadilar. 25 nafar ishchi xodimni ish bilan ta'minlaganlar. Zilola Ernazarova 1988-yil Angren shahrida tug'ilganlar. 3 nafar farzandning onasi, oilali. Hozirgi kunda 19 ta xodimni ish bilan ta'minlab kelyaptilar. Azizlar, bu ayollarni biz podkastimizga taklif qilishdan maqsad jamiyatimizdagi o'z yo'lini topishga qiynalayotgan, o'z ustida ishlashni xohlayotgan, lekin maslahatni qayerdan olishni bilmayotgan ayollarga, yoshlarga qaratiladi. Agar bizni podkastimiz sizlarga foydali bo'lsa, layk bosing va do'stlaringizga ulashib qo'ying. Zilolaxon, mana siz bir necha yillardan buyon tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelyapsiz. Biz Zilolaxon bilan Yil ayoli respublika tanlovida tanishganmiz. Ular shahar bosqichida g'olib bo'lib, viloyat bosqichida muvaffaqiyatli ishtirok etdilar. Mana shu ayol qanday mana shu tadbirkor ayol darajasiga yetdi? Mana shu haqida gapirib bering. Assalomu alaykum. Men Ernazarova Zilola Mahmudovna. 1988-yil tug'ilganman. Angren shahridaman. Oilaliman, 3 nafar farzandim bor. Bu darajaga kelishimga o'zimni mehnatim deb o'ylayman. Mehnatim samaralari deb o'ylayman, deb hisoblayman. Chunki tinimsiz mehnat, harakat va turmush o'rtog'ining doimiy qo'llab-quvvatlashi, oila a'zolarining qo'llab-quvvatlashi deb hisoblayman. Ijtimoiy himoya reyestrida turgan vaqtimda men uchun bu oriyat bo'lgan. Davlat tomonidan qandaydir yordam kutib, bekorchi o'tirish, bu men hisoblayman, bu xato. Odam zot sog'lom, 4 muchasi sog', demak harakat qilish kerak. Imkoniyatlar bor, sharoit bor. Faqatgina mehnat va tinimsiz harakat. Qachon boshlagansiz? Qachon shu fikrga keldingiz? Bo'ldi endi Zilola, harakat qilishimiz kerak degan fikrga qachon keldingiz? Farzandlarim o'g'il 3 nafar. Kelajagini o'ylagan holda, chunki o'g'il farzandiga ko'proq e'tibor, o'qish, endi qiz farzandga ham kerak albatta. Lekin ularni o'qitish, chet ellarga jo'natib o'qitish va yuksaltirish, ularni oyoqqa turg'izib berish ota-onaning vazifasi deb hisoblayman. Uyli, joyli qilish. Demak, farzandlaringiz oldidagi mas'uliyat. Farzandlar oldidagi mas'uliyat ko'proq shu baribir o'g'il bolaga qaratilgan bu imkoniyatlarini kengaytirib berish va moliyaviy tomondan ularni doimiy qo'llab-quvvatlash deb hisoblayman. Chunki har narsa baribir borib moliyaviy tarafga taqaladi. O'qitish kerak, ularni har doimiy moliyaviy tomondan ta'minlab turishingiz kerak. To ular oyoqqa turmaguncha. To'ppa-to'g'ri. Demak, mana shu farzandlaringiz oldidagi mas'uliyat sizni harakatga undagan. Nimadan boshlangan? Nimadan ish boshlangan? Ish boshlaganim juda ham ajoyib, hammaga aytib bersam hayratlanadi-da. Karantin vaqti bo'lgan payti 2019-yil o'zi eng kichkina farzandimni dunyoga keltirganman. O'g'limni keyin uyda o'tirganmiz. Hamma uyda o'tirgan, hamma vahimada, hamma panikada bo'lib qolgan payti men shunaqa ichki kuchliligim deymanmi, bilmadim-u, lekin qandaydir menda kuch bor-da. Alloh tomonidan berilgan kuch bor. O'sha kuchimni shunaqangi yo'lga qo'yganmanki, shu karantin vaqtida o'zi pishir kuydir qilib turardim. Uyda qizlarga shogirdlikka olib, pishir kuydir narsalar har xil. Mana bu tort, zakazga, somsa, manti, to'ylarga qilib, uyda shunaqa oz-moz shug'ullanib turardik shunaqa. Keyinchalik o'z davlat ishida ishlayman, lekin davlat ishida ishlaganimdan tashqari dam olish kunlarim shunaqa ish bilan shug'ullanardim. Lekin u men bu qanday desam, shunchaki men uchun hobbi edi. Yaxshi ko'rgan ishim edi. Keyinchalik
2019 o'sha karantin boshlangan vaqti shu qiynalib qoldik, ishimiz to'xtadi, hamma uyda o'tirdi. Keyin men o'ylab qoldim, to'xta, qiynalish kerak emas, oyoqqa turish kerak, qandaydir yo'lini topish kerak. Shu vaqtda hayolimga dostavka xizmati hayolimga kelib qoldi. Yonimda qo'shnim turardi, sal qiynalganroq qo'shnim bo'lardi. U ham ishlamas edi, ular ham ishi to'xtab, xo'jayini ham uyda o'tirib qolgan qo'shnim bor edi. Bolalari hali kichkina edi. Meni ham chaqalog'im hali kichkina. Necha oylik edi? 6 oylik edi. 6 oylik. 6 oylik chaqalog'im bor edi. Beshikda yotardi. Shu bilan keyin qo'shnimga aytdim chiqib. Birinchi shuni o'tirib hayolimga kelib qoldi, qo'shnimga chiqib aytdim, Sitor, davay shunaqa ish boshlaymiz. Siz ham qo'lingizdan keladi, ayolsiz, meni ham qo'limdan keladi. Keyin shunaqa dastavka pishirib, dastavka xizmatini ochamiz-da, gruppa ochamiz dedim. Keyin u ham qanaqa bo'ladi? Endi dastavka xizmati hali bizda umuman rivojlanmagandi Angrenda. Qanaqa bo'lar ekan deb u ham hayratda. Keyin zo'r bo'ladi dedim. Xudo xolisa dedim. Tanish bilishlarim ko'p, hamma joyda bor. Yagona darcha deysizmi, hokimiyat, nalog, hamma joyda, banklarda o'rtoqlarim ishlaydi. Keyin shu bilan gruppa ochdim, Telegramda hammani qo'shdim, kontaktimda odam ko'p. Keyin yordam so'radim, atrofimdan qo'shinglar dedim. Qo'shdi, dastavka xizmati dedim, hamma ajablanib o'xshaydi. Keyin telefon qilib tushuntirdim, shunaqa mahsulotlarimiz bor, shunaqa. Birinchi o'zim mijozim, o'zim o'rtoqlarim bo'lgan, поддержка qilgan, ishxonam bo'lgan. Qayerda ishlagansiz? Angren aktyorlik kompleksida ishlayman haligacha. Hamshirasiz, a? Hozircha hamshiraman. Hozir o'sha xizmatlarni yo'lga qo'yganimdan keyin sekin-sekin rivojlanishni boshladi. Zakazlar borgan sari kun sayi ko'payib bordi, chunki odamlar ko'chaga chiqishda qandaydir qo'rqib, uyda o'tirib vahimaga tushgan-ku. Va больницаlarga mana bu yotgan bemorlar, ularni uydagilar narsa olib kela olmasdi. Zapret qo'yilgan hamma joyga. Olib kela olmagan payti men ruxsat olganman. Hokimiyatga ham chiqqanimda Nargiz opa meni qo'llab, xotin-qizlar o'sha faol raisi aytganlar, mayli, sen qo'llayman, yaxshi narsa o'ylabsan, biz ham seni поддержка qilamiz, bizga ham yetkazib berasan, zakaz qilamiz deb shunaqa qilib keyin qo'llab olganlar. Keyin o'sha orqali, mana dastavka xizmati orqali bitta Tiko mashinasini olganman. Tiko olib, o'shani yo'lga qo'yganmiz. Dastavkani ruxsat olganmiz, hokimiyatdan ruxsat berilgan. Lekin bir xil paytlar bo'lgan, shu paytlar hech esimdan chiqmaydi umrim davomida. Shu peshkom olib borgan paytlarim ham bo'lgan. Shunaqa bilmadim endi. Keramtskiy Chernobod mahallasidami, больница. Peshkom olib borgan paytlarim ham bo'lgan, chunki mashina u paytda bo'lmagan, hali ruxsat olmasimdan olganda. Shunaqa paytlar mukofotini Allohim yuksaltirganda, baribir savob qilsangiz bitta pul uchun emas, u masalan olib bormasam ham bo'lardi. Bu arzimagan pul foydasi, lekin shu yerda odamlar qiynalyapti-ku, shunaqa uydagilar telefon qilib yig'lab telefon qiladi. Biz och qolyapmiz. Iltimos bizga dastavka yetkazing deb. Shunaqa qilib keyin sekin-sekin mashinani oldik, ruxsat olib boshladik, rivojlanib ketdik. Dastavkamiz rivojlanib ketdi. Odamlar keyin sekin-sekin anaqa klientlarim ko'payib, yaxshi, ishimiz yaxshi bo'lib ketdi. O'sha orqasidan keyin magazin ochdik, trassada, yo'l bo'yida. Magazin ochdik, mashina oldik, yana bitta Cobalt mashinasini oldik. Shu keyin yana oshxonalar ochdim, o'qishga kirib ketdim, karantindan chiqib, universitetga o'qishga kirdim. O'zi orzuyim, bir umrlik orzuyim vrach bo'lish edi. Alloh shunchalik yaxshi ko'rgan bandasi ekanman, shu nasib qildi. Universitetda hozir 4-kurs bosqichida o'qiyman. Davolash ishida ham ishlayman. Ham davlat ishida ishlaysiz, ham tadbirkorsiz, ham studentsiz.
Barakalla. Ha, qarang, intilganga tole yor deb shuni aytishadi. Keling, biz navbatdagi suhbatdoshimizga ham yuzlanaylik. Oysha, sizni ham Angren shahrida turizm bo'yicha juda ham sizni faoliyatingiz diqqatga sazovor, maqtovga sazovor, ko'p eshitganmiz yaxshi gaplar. Siz ham o'zingiz haqingizda gapirib bering. Daryolar ham kichkina bir tomchilardan boshlanadi, to'g'rimi? Sizni faoliyatingiz nimadan boshlangan? Kimlar yordam bergan? Kimlar qo'llab-quvvatlagan? Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu ko'rsatuvingizga chaqirgandan juda ham xursandman. Va kirib kelayotgan yangi yilda sizni va xalqimizni, Angren xalqini va tadbirkor ayolimiz opamiz bilan hozirgina tanishdik. Bayramlar bilan tabriklayman. Men Angren shahridan 1995-yilda tavallud topganman. O'zim juda ham o'qishga qiziqqanman va kuchli o'qiganman. Tadbirkor yo'nalishiga kirib kelishimni hayolimga keltirmaganman, chunki mening orzuyim yurist bo'lish edi. Xudo xolasa shu o'qish jarayonimda kuchli o'sha yurist bo'lib, ya'ni prokuror bo'laman deb orzu qilganman. Taqdir taqozosi bilan maktabni a'lo baholarga bitirganman va texnikumda o'qishga kirganman. O'qishga kirganimda bizga yurist yo'nalish, ya'ni huquq yo'nalishida kirganman. Texnikumda ham yaxshi o'qirdim va a'lo baholarga o'qirdim. Tunni kun faqat o'qish yo'nalishida ketardim. Ikkinchi kursimizda bizga tadbirkorlik yo'nalishida darslik qo'yilgan. Ayni bizda o'shanda Manzura opa degan o'qituvchimiz dars o'tardilar va aynan qaysidir darsi menga juda ham katta saboq bo'lgan. Ya'ni tadbirkorlik yo'nalishiga kirib kelganda g'oya, insonda g'oya bo'lsa va uni qog'ozga tushirib, biznes rejaga aylantirib, biznes rejani maqsadga aylantirib va o'sha biznesni amalga oshiradigan darslik, ya'ni o'sha o'quv darslik jarayoni bo'lgan. Aynan o'sha joyda men juda ham qiziqib, aynan tadbirkorlik yo'nalishini tanlashga o'sha joyda shu asos bo'lgan. Ikkinchi kursligimda men katta parranda sexi ochaman, katta parranda sexim bo'ladi deb reja qilganman. Necha yosh bo'lgansiz o'sha paytda? Ikkinchi kursligimda 16 yosh bo'lganman. O'sha 16 yoshlar atrofida edim, 15-16 yosh atrofida edim. Va o'zim o'sha biznes rejani kitoblarda, u paytda internet uncha rivojlanmagan davr bo'lgan. Aynan 2011-12-yillar davri edi. Internetlarda, ya'ni bizda universitetimiz yonida internet klub bo'lardi. U joyga borib, o'sha internetlardan olardim biznes reja qanaqa bo'lishini, o'zim mustaqil tunni kun o'rganardim. Har bir marketingi va qaytarish grafiklarigacha o'rganib, har birini bitta hisob kitobigacha chiqarib, o'zim mustaqil ravishda bajarganman. Va u menga birinchi namuna bo'lgan. Keyin 3-kursligimda, demak, siz biznesingiz bo'lmasdan biznes rejani o'rgangansiz. Hozir biznesi bor insonlar ham biznes rejaga e'tibor bermaydi. Nomiga shu bankka qog'oz bo'lsa bo'ldi, kimgadir qildirib, ichini ham ochib qaramaydi, borib topshiradi-da. Demak, siz biznesingiz bo'lmasdan shu narsani o'rganib chiqqan ekansiz. Albatta. Bu asosan qonun taraflama menga mana shu huquqqa qiziqqanligim va meni maktabda o'qituvchilarim meni juda ham o'sha har bir qonuniy hujjatlarga o'rgatgani menga katta saboq bo'lgan. Ya'ni shu har bir hujjatlarni mukammal bilardim va o'zim mustaqil o'rganishni juda ham yaxshi ko'rardim. Meni birinchi o'qituvchim ya'ni ota-onam bo'lgan. Endi hamma oldin nolovoy derdik. O'sha paytda maktabga bormasdan oldin 4-5 yoshligimda onam o'zi o'qitib, o'rgatib va matematikaga o'rganishga dadam o'zi asoschi bo'lgan. Va shu tariqa men mustaqil o'zim o'sha hujjat ishlarini juda ham mukammal o'rganishni boshlaganman. Shu huquqda o'rganganim ham menga katta saboq bo'lgan. Har bir tadbirkorlikka kirib kelishimda birinchi o'rinda o'sha har huquq tarafdaman qog'oz ishlarini to'g'irlab, sekin-asta o'zimni tayyorlab borganman. Ya'ni o'sha g'oyamni mukammallashtirish borganman. Keyin o'sha 3-kursligimda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan, ya'ni diplom bilan biznes loyihasi joriy etilgan.
va aynan o'shanga Angrendan konkurs targ'ib qilingan va men shu partiyamizga borganman. Borganimda shu Muqaddam opalarga partiyaga uchrashib, o'sha loyihada qatnashishimni va o'zimni biznes loyiham bilan qatnashib, imtiyozli ravishda shu kredit olishni rejalashtirganman. Ya'ni moliyaviy tarafdan men biznes boshlashimga moliyaviy tarafim yetmasdi va diplom bilan biznes loyihasida shahar bosqichida va viloyat bosqichida yutganman. 50 millionlik imtiyozli kredit olishga necha foiz bo'lgan kredit foiz? u davrda 4%mi 3% bo'lgan. Keyin va sertifikat yutib olganman. Shu tariqa keyin meni parrandachilik biznesimni o'rniga menga turizm yo'nalishi bo'lib ketgan. Ya'ni aynan bu qayerdan kelgan? Nechinchi yil bo'lyapti shu? 2013-2014 yillar atrofida edi. Bu davrda Yangiobod shahrida tashlandiq binolar juda ham ko'p edi. Aynan Uztelekomga tegishli bino, ishlatilmayotgan bino bo'lgan. 2011-yildan boshlab birinchi prezidentimizni o'sha bo'sh turgan binolarni tadbirkorlarga nol balansda berishga va ijaraga berishda imtiyozlar yaratib berilgan edi. Aynan men ham o'sha qonunlarga tayangan holatda bizga o'sha Uztelekom rahbariyati va Ulug'bek aka bilan birgalikda hamkorlikda u joyni ijaraga oldim va birinchi ijaraga olganman qonuniy va uni olib bo'lganimdan so'ng o'zim 2 yil mobaynida oilam bilan birgalikda rekonstruksiyadan chiqarsdik. Ya'ni tashlandiq bino bo'lganda o'sha 50 million imtiyozli kredit olmasdan oldin. Chunki bizga bilamizki, kredit bino o'zimizga tegishli bo'lmasa rekonstruksiyaga mablag' ajratilmaydi. Va o'zimiz 2 yil mobaynida rekonstruksiyadan chiqarsak, ya'ni oilaviy ustaga ketadigan haq odatda juda katta bo'ladi-ku. Necha kvadrat metr bo'lgan? Hozir shunda 32 sotixli joy. 3 etajli bino. Ya'ni shu 2 etajli bino va podval bor, 3 etajli katta bino 1000 kvadratga yaqin joyda foydalanish joyi. Va o'sha joyda sekin avval o'zimga tegishli kvadrati shu 500 ga yaqin olganman va so'ngra sekin astalik bilan kengaytirishni boshlaganman. Keyin shu asosida u joyimizni, o'sha mehmonxonani ishga tushirish juda ham qiyin bo'lgan u davrda. Ya'ni litsenziya, respublikadan litsenziya olish kerak bo'lgan, sertifikat olish kerak bo'lgan. Har bir tadbirkor sohasi bo'yicha mehmonxonani faqat biz davlat reyestridan o'tib mehmonxonani boshqara olmasdik. Chunki O'zbek turizmdan bizga sertifikat va muqobilligi bo'lishi kerak edi, litsenziyasi bo'lishi kerak edi. Menga aynan mana shu diplomli biznes loyihasiga qatnashganda shu Muqaddam opa, Shohista opa ustozim bilan tanishganman va Shohista opa meni birinchi ustozim, ya'ni tadbirkorlik yo'nalishidagi shu onam hisoblanadi. Va meni yetaklab olib kirib kelgan. Suhbatlarimizda tadbirkor yoshlar doimo e'tibor bergan bo'lsangiz, Shohista opani alohida ta'kidlab o'tib ketyaptilar Muqaddam opa bilan, chunki bular Angren shahrida biznes boshlagan yosh qizlar, ayollarga ustozlik qilib, bilimlarini ayamay bor kuchlarini sarflagan juda ham yaxshi insonlar, to'g'rimi? Albatta. Shu tariqa shu ustozim bilan birgalikda shu litsenziya oldik. Qanaqa Shohista opa bilan ustoz shogird bo'lib qoldingiz? Oldindan tanirmidingiz yoki tanishganmisiz? Yo'q, aynan mana shu O'zbekiston Liberal demokratik partiyasiga a'zo bo'lganimda Shohista opa ayollar qanotida rahbar edi va Muqaddam opa bilan birgalikda menga Shohista opa yordam berishni boshlagan. Ya'ni men qanday Shohista opa bilan yaqin bo'lganman? Chunki men o'zimda o'sha tadbirkorlik narsa menda yonishni boshlagan. Ya'ni o'zim har bir narsani o'zim mukammal o'rganishni boshlaganman, mustaqil o'rganishni boshlaganman.
o'sha kollej davridagi ustozim Manzura opa birgalikda har bir loyihalarga yordam Bu paytda bergan. ma'lumotlar ham kam bo'lganmi? Kitoblar, Albatta, informatsiyalar, kutubxonada tadbirkorlik o'rganardik. O'sha haqida. tadbirkorlik yo'nalishidagi ustozim menga kitoblar berardi. Keyin o'shanda o'rganib va internetdan ko'p o'rganganman. O'zim mustaqil keyin shu yechishni boshlaganman. Keyin shu tariqa Shohista opa birgalikda keyin aynan birinchi uchrashuvimizda shu katta auditoriyada qizlar bilan uchrashuv bo'lgan. Keyin shu tadbirkorlikka qiziqtirishlar suhbat jarayonida keyin men aytganman, Shohista opa deganman, men sizga shogird bo'layin deganman. Keyin lekin sizdan o'rganguncha etagingiz yirtilguncha men mahkam ushlayman deganman. Men lekin o'sha oldimga maqsad qo'ydimmi, o'sha maqsadimni amalga oshirmaguncha o'sha ishimdan to'xtamayman-da. Necha yoshingizda aytgansiz shu gapni? Bu gapim o'sha kollej davrida o'qir edim. O'sha 13-14-yil davrida shu 17-16 yoshlar atrofida bo'lganman. Hozir mana yoshlarga ustoz topishga qiynaladi. Bu nimaga desangiz, kimdandir nimadir so'rashga hijolat qilishadi, uyalishadi. Bilmaganini so'rab o'rgangan olim, orlanib so'ramagan o'ziga zolim deb. Siz juda ham to'g'ri yo'l boshlagan ekansiz. Boshidan ustoz, hali biznes boshlamasdan ustoz topgan ekansiz. Albatta. Keyin shunda ustozim kulgan. Etagim yirtilib ketsa-chi, uzilib tushasan-ku deganda, qolib ketasan desa, yo'q, unda yana boshqa etagingizni shu ushlayman, qaysi bir yirtilsa, yangisidan ushlayveraman deganman, qo'yib yubormayman deganman. O'zlari ham tikuvchi-ku, boshqa ko'ylak tikib olasiz desangiz. Shu hozirgacha biz уже meni уже onam hisoblanadi. Keyin men Shohista opani qizlari hisoblanamanda. Bir-birimizga har doim nima menga уже maslahat kerak bo'ladigan bo'lsa, sразу Shohista opaga telefon qilaman yoki birga uchrashib nima qilsam bo'ladi, qaysi yo'l to'g'ri yo'l ko'rsat hozirgacha. Shunaqa qilib har bir daqiqamni, har bir soniyamni shu ustozim bilan birgalikda suhbatlashib, keyin ota-onam menga eng katta suyanchig'im bo'lgan. Ya'ni bilamizki, qizlarni erta turmushga berib yuborishadi. Keyin va o'qishga ham hattoki to'sqinliklar ham bo'lishadi. Ayniqsa bizni o'sha davrda qizlarga kredit olish umuman, hattoki qizlar tugul oila kredit olmas edi. Chunki qanaqa to'lash va shuncha foiz hisoblanar ekan deb ko'p to'sqinlik bo'lgan. Chunki u davrda kredit olish juda ham qiyin bo'lganda. O'sha davrda ota-onam menga juda ham tirgak bo'lib, meni o'zimni har bir fikrimni tasdiqlardi. Sen nimani xohlasang, sen to'g'ri yo'ldasan. Chunki biz senga ishonamiz. Sen va o'zing fikringga, o'zing maqsadingga erish deb birgalikda oilam bilan bu insonlar bo'lgan ekanda. Nimaga desangiz, hozir yoshlarga ishonch kamroq beriladi ota-onalar tomonidan. Ayniqsa kollejda endi bitirgan 17-18 yosh men shuncha kredit olaman desa, uncha ota-onalar mayli olgan deb siz ota-onangizga o'xshab ishonch bildirishmaydi. Albatta o'sha davrda 50 million katta summa hisoblanar. Qiymati juda ham katta bo'lardi. Hozir bizda 400-500 millionimizdan ham ko'proq qiymatga ega bo'lgan u davrda. Keyin u summamiz sekin asta уже joyimizni shu rekonstruksiyadan chiqarib bo'lganimizdan keyin, o'sha litsenziya, sertifikatlar olib bo'lganimizdan keyin 16 o'rinlik mehmonxona qilganman. Ya'ni hostel bo'lgan va u joyda bilamizki, Yangiobodda boks federatsiyasi bor. Aynan bokschilarimiz shug'ullanadi, baza bor. Men aynan shular uchun birinchi o'rinda marketingni o'rgandim. Aynan sportchilar uchun nima kerak? Birinchi o'rinda qanday yo'nalishga men pul tiksam, demak o'sha paytlarda ham sport bo'yicha baza bo'lgan ekanda. Albatta oldindan bo'lardi. Endi sekin-sekin astalik bilan sport juda ham katta rivojlanib kelmoqda. Va o'sha eng katta sarmoyani qaysi o'sha punktga pul tiksam, menga kattaroq daromad olib keladi va men biznesimni rejalarimni amalga oshirishga tezroq menga turtki bo'ladi deb marketingni o'rganganman. Aynan sportchilarga ko'proq ovqatlanish va yotoqxona kerak bo'lgan. Aynan men o'sha yotoqxona uchun joy qilganman va ovqatlanish uchun shoxobchasini qilganman. Ya'ni mehmonxona xizmati, ovqatlanish ham, yotoqxonasi ham ichida birinchi navbat 16 o'rinlik birinchi
mehmonxonani ishga tushirganman. O'sha binoni ijaraga olganingizdan keyin necha yil orasida bo'lyapti bu ish? Bu sразу уже 2 yilda ichida bo'layotgan. 2014-yilda binoni olgan bo'lsam, 2016-yilda уже faoliyatimni, o'sha litsenziya sertifikatimni olishimni уже boshlaganman. Bu juda ham tez rivojlanib ketdi. Aynan mana shu marketing to'g'ri yo'nalishda olib ketganim uchun, keyin aynan kasaba uyushmasi tomonidan ham yoshlar yo'nalishida imtiyozli, ya'ni subsidiya ajratilgan va o'sha loyihada ham o'zimni sinab ko'rganman. Shu loyihada yutib chiqqanman va 10 millionlik foizsiz sud ajratib bergan. Ya'ni o'sha kasaba uyushmasida Baxtiyor aka rahbarlik qilardi. Bunaqa xabarlardan qanday eshitasiz? Juda ham faol imtiyozlardan foydalangan ekansiz. Har bir shunaqa imtiyozlar berilayotganda o'rganardim, ko'rardim, qaysi joyda tadbirkorlarga ko'proq aynan yosh tadbirkorlarga, chunki bizni o'sha aynan men уже rivojlanib tadbirkorlikka уже qadam boshlaganimda yoshlarga juda ham katta imtiyozlar yaratib berilishi уже boshlangan edi. Chunki yosh tadbirkorlarga уже har bir kollej bitiruvchilarga masalan o'qishga kira olmagan taqdirda kredit olib ish jarayonini boshlasa, birinchi navbatda o'ziga ish o'rini yaratiladi bitta va o'zi bilan albatta eng kamida 2 ta ish o'rini yaratiladi. Shunda 3 ta ish o'rini yaratiladi degan maqsadida imtiyozli kreditlar ajratish boshlangan edi. Men ham o'qish jarayonida, ham mana shu tadbirkorlik yo'nalishida kollej davrida o'zimni mustahkamlashni boshlaganman. Va shu mehmonxonamni ishga tushirdim. Bu qish mavsumida boshlangan bo'lsam, yoz mavsumiga kelib 50 o'rinlik joyim уже tayyorlaganman. Juda ham tez fursatda bo'lib ketgan bu. Shu kasaba uyushmasidan 10 million foiz sudani aynan o'sha menga qaysi yo'nalishlarda kerak bo'lsa, o'sha oshxonamga yangi jihozlar olganman, stol, ya'ni shunda 50 kishilikka yaqin olganman va maishiy texnikalar olganman. Hozirgi kunda 10 millionga masalan bitta stolni komplektini ham ola olmaysiz. Lekin o'sha davrda har bir o'sha bekordan har bir yilda inflyatsiyasini o'zini hisobiga olmaydi. U davrda o'sha summani qiymati juda ham katta bo'lgan. Va shu asosida mehmonxonamni ishga tushirishni boshlaganman. O'zim juda ham izlanib, tunni kun har bir insonda 24 soat bo'lsa, 8 soatini ishga ajratadigan bo'lsa, o'zimda 24 soat bo'lsa, o'zimni 2 soat qo'shib 26 soat bo'lib ishlardim. Shunaqa tez ishlardik. Shohsupa bilan birgalikda bo'lardim. O'zim уже uyquni unutgan bo'lganman, chunki menda shunaqa olov bo'lgan, yonib, shunaqa qiziqib shu turizmni bilmaydigan inson o'sha turizm yo'nalishiga kirib ketganman. Aynan o'sha internet уже rivojlanayotgan davr bo'lgan. Internetda turizm yo'nalishlarini уже o'rganishni boshlaganman. Keyin o'sha Shohsupa, Muqaddam opalar sekin astalikdan aynan nima uchun tez rivojlanib ketganman? Yirik tadbirkorlarda ichiga Shohsupa meni уже qo'shib qo'ygan. Aynan ularda ko'rib, ulardan уже motivatsiya olishni boshlaganman. Va o'zingiz bitta hududda emas, aynan shu shaharda, viloyatda ko'plab konkursda 2 yil mobaynida 14 taga yaqin shu loyihalarda qatnashib, birinchi, ikkinchi o'rinlarda olib kelgan davrim bo'lgan va o'sha davrlarda tadbirkorlarni menga o'xshagan yoshlarni ko'rib, ulardagi energiyalarni ko'rib, men ulardan motivatsiyalar olib kelardim. Demak, har birlarga borsangiz, yana ham energiya olib, kuch olib qaytib kelasiz. Shunaqa. Bekorda-bekor loyihalar targ'ib etilmaydi. Har bir loyihalarda har xil yo'nalishda tadbirkorlar bo'ladi. Biz mana shu ayni turizm yo'nalishlariga kelgan tadbirkor opalarimizni, katta tadbirkorlarimizni ko'rib, yirik tadbirkorlarimizni ko'rib, unga havas qilar edim. Men albatta mana shu darajaga yetaman. O'zimga vaqt qo'yardim, o'zimga reja qilardim va maqsad qo'yardim. O'zimda ishonch bo'lardi. Eng muhimi. Shu ishonch orqali albatta ota-onam, singillarim, ukam birgalikda oilaviy boshlaganmiz. Har bir biznesda tadbirkorlik yo'nalishida oilaviy muhit bilan boshlangan biznes bu ham tez rivojlanadi. Hali turmushga chiqmagan bo'lgansiz, a? Turmushga chiqmagan bo'lganman. Ota-onangiz tadbirkorlikdan xabarlari bo'lganmi? Ota-onam
oldin avvallari shu savdo sotiqda bo'lgan, keyin уже dadam davlat ishida bo'lgan, onam uy bekalari bo'lgan. Уже men tug'ilishni boshlaganimda, farzandlari dunyoga kelganda uy bekalari bo'lgan. Eng katta farzand o'zimman. Shu tariqa oilaviy muhit ham juda ham katta rol o'ynaydi. Shunaqa boradi. Rivojlanish davrida. Ishonchi ekanda. Albatta. Keyin shunaqa darajada meni muhitim, ya'ni meni auramda har bir inson menga juda ham katta yordam berishni boshlagan. Chunki men yonimda har bir insonda motivatsiya olardim, kuch olardim. Ular orqali o'zimda ishonch kuchayib borardi. 2 yil mobaynida o'zim mustaqil, o'zimni ijaradan tashqari 2018-yilda yana bitta mehmonxonamni mustaqil sotib oldim. Uni qanchaga sotib olgansiz? U davrda 200 millionmi shunaqa bo'lgan. Kredit chiqarganman. U 177 kvadratmi shunaqa. 15 o'rinlik mehmonxona bo'lgan. U joyim Yangioboddan. U joyimni birinchi xususiy joyim bo'lgan va birinchi joyim esa ijaradagi joyim bo'lgan. Sekin astalikmi o'sha ijaradagi joylarni ko'paytirishni boshlaganman va 6 ta yoki 7 taga yaqin ijarada joylarda ishlatardim. Va shu tariqa o'sha sekin mustaqil ayni o'sha kreditga o'sha o'rganishni boshlaganman va har bir loyihalarda, ya'ni imtiyozli kreditlarni ko'rardim va imtiyozli kreditlarni olib, o'sha o'zim kreditlar olishni boshlardim. Eng baland olgan foizingiz necha bo'lgan kredit? Hozirgi kunda maqsadsiz kredit olyapman. U davrda esa maqsadli kredit olardim. Foizlari past bo'lardi, 9% bo'lardi. 14% bo'lardi. Eng oxirgi qaytalash foiz stavkasi ko'tarilgandan keyin 14% bo'lgan. U davrda 14% olganman. Keyin shu tariqa kredit bilan hozirgi kunda 4 ta mehmonxona qildim. Kredit olgansiz hammasiga? Kredit olardim va kredit yopardim. Summa qanchaga olgansiz kredit? Hozirgi kunda 3 milliarddan oshiq hozir kreditim bor. 3 milliard kreditingiz bor. Firmalarim ham hozir ko'paygan, chunki mehmonxonalarning soni ham oshgan. Har bitta mehmonxonaga alohida firma ochish kerak. Alohida endi ko'paytirganman-da. Har bir joyimga alohida mehmonxonalarimga. Hozirgi kunda shunda 3 ta xususiy bo'lsa, bitta ijaradagi mehmonxonam bor. O'sha telekommunikatsiya degan joyingiz Uztelecom yo'q, o'sha xususiylashtirganman. Aynan karantin davrida uni xususiy sotib olganman. Ya'ni u qanday bo'lgan? Unga 2018-yildan beri xususiylashtirishga ko'p ariza tashirdim va o'sha Shohis opam bilan birgalikda bosh vazirimiz yoniga kirib, aynan o'sha bo'sh turgan obyekt, ya'ni o'sha tadbirkorlikda ish o'rin yaratilib va o'sha Yangiobodga chiroyli mehmonxona tushirish maqsadida loyihalar bilan kirib va o'sha joyda sotib olishga, ya'ni auksionda sotib olganman. Bu ikkinchi xususiy mehmonxonam bo'lgan. Keyin va karantin davridan o'tib o'zimni 3-chi mehmonxonamni, ya'ni yer sotib olganman va noldan ko'tarishni boshlaganman. Hozirgi kunda esa o'sha 3-chi xususiy mehmonxonamiz ham ishga tushgan va bu yil yozda, ya'ni 2025-yilda prezidentimizni Zulfiya nomidagi davlat mukofotini olganimdan so'ng prezidentimizni energiyasi bilan, ya'ni ko'rishganimdan so'ng 200% odam o'zida ishonch, energiya juda ham kuchayib ketadi va o'zimni ustimda yanada ishlab hozir bitta zal tushirib va yana bitta bino tushirganmiz. Bu 2 oy ichida tushirilgan bino bo'ldi. Eng tezkor tushirilgan. Bu esa nimadan hamma narsa imtiyoz berilyapti. Yoshlarga juda ham katta imkoniyatlar yaratib berilayotgandan. Yoshlar juda ham qo'llab-quvvatlayapti. Aynan g'oyangiz bo'lsa, maqsadingiz bo'lsa, juda ham katta qo'llab-quvvatlash bo'layapti hozirgi kunda. Men aynan o'sha yosh tadbirkor ham ayol tadbirkor bo'lib, har ikki tomonlama yo'nalishda imtiyozlardan foydalanaman. Bu bilamizki, bu bo'lmasam hech qanday moliyaviy tarafdan ham ega bo'lmaganman. Masalan, noldan tadbirkorlik yo'nalishidan chiqib kelganman. Chunki har bir narsa etapma-etap bo'lgan.
bu aynan shu prezidentimiz tomonidan yoshlarga juda ham katta imkoniyatlar yaratib beryapti. Moliyaviy tarafdan puling bo'lmasa ham, g'oyang bo'lsa, o'zingga ishonch bo'lsa, loyihang bo'lsa, o'sha loyihangni amalga oshirishga qizim, o'g'lim ol, ishlat va o'zing karyerang qil degan maqsadda bizga hozir juda ham katta imkoniyat berilyapti. Aynan o'sha imkoniyatdan unumli foydalangan holda hozir o'zimni mehmonxonamni ishga tushirganman. Ya'ni hozir boshida aytib o'tganingizdek, shu 2 nafar farzandni onasiman. Shu 2019-yilda turmushga chiqqanman va o'sha turmushga chiqqan joyi ham insonga tadbirkorlik yo'nalishida hozir 2021-yilda shu joyimni sotib oldim, keyin yana joyimni kengaytirdim dedim-ku, bunda ham juda ham omad olib kelar ekan. Ya'ni bu turmush o'rtog'immi, qaynota qaynonam, men qaynota qaynonam demayman, onam otam deyman. Chunki o'zimni onam bilan otamdek mehribonlar, ulardek fikrlab menga katta imtiyozlar yaratib beradi. Bilamiz, o'zbek kelinlari masalan xizmatda bo'lish kerak deymiz, masalan farzandni tarbiyasi bilan bo'lish kerak deyiladi. Lekin menda shunaqa har tomondan menga imtiyoz yaratib berilganki, bu yuqorida opam aytib o'tgandek, Alloh tomonidan suygan bandaman dedi. Har bir bandasiga shunaqa imkoniyat yaratib beradi, undan to'g'ri foydalansa, albatta u amalga oshadi. Chunki agar menda masalan oilaviy muhitim yomon bo'lganda bu darajaga yetib kelmasdim. Turmush o'rtog'im qo'llab-quvvatlamaganda bunaqa darajaga ham yetib kelmasdim. Masalan shu hozir qaynota qaynonamni otamdek, onamdek dedim-ku, ular ham meni qo'llab-quvvatlamaganda bu darajada yetib kelmasdim. Chunki har bir o'sha oilaning muhiti sizga berayotgan bu imtiyoz hisoblanadi. Ya'ni bu sizning mukofoti. O'sha kelinlik vazifasida ham masalan ishlarimni ko'radi, masalan kreditlarim borligini ko'rib, masalan qizim, ishingizni qilavering. Biz sog'lommiz, biz o'zimizga bemalol qara olamiz deyishadi. Va menga shunaqa katta, xuddi o'zimni uyimdek-da, ota-onam uyidan yana ota-onam uyiga tushib qolgandek, o'zim bemalol xohlagan o'sha menga imtiyozlar yaratib bergan, o'zim erkin, inson erkin bo'lishi kerak. Qancha erkin bo'lsa, o'zi oldiga qo'ygan maqsadlari va qilayotgan ishlariga albatta erishadi. Buni o'zimda, mana o'zim boshimdan o'tayotgandan bilaman. Chunki o'zim aynan shu Zulfiya mukofotini ham jamoatchilik yo'nalishida olganda, jamoat bilan ko'p ishlaymiz, jamoatda ko'p yuramiz. Har xil muhitdagi oilalarni ko'ramiz. Kimnidir masalan turmush o'rtog'i yaxshi bo'lmaydi, ayolini tushunmaydi. Kimnidir masalan qaynota qaynonasi tushunmaydi kelinini. Xuddi kelin quldek vazifasini bajaradi degandek bitta muhitda olib o'tiradi. Chunki erkinligini yo'q qilib qo'yadi bu insonni. Ko'p shunaqa. Aynan o'zimda shu narsani ko'p solishtiraman. Chunki insonda o'zi shunaqa qobiliyat bo'ladi, solishtirma degan bo'ladi. Shunga har safar Allohga shukr deyman. Shunday meni oila tarafimdan, ota-onamni, masalan ota-onam ham meni juda ham tushunib, men mana shu darajaga yetkazib keldi. Shukr qilsang, singillarim, ukam, haqiqatan biznesda, tadbirkorlik yo'nalishida oilaviy muhit bo'lishi kerak. Hammamiz hozir shunaqa katta oilamiz, katta oilaviy bo'lib, katta darajaga ota-onangiz, oilangiz haligacha siz bilan birga ishlaydimi? Albatta birgamiz. Yangiobodda o'zimizga xudani uy qilib olganmiz, xudani arin to'dasi deydi-ku. O'shanaqa oilaviy bo'lib, oilaviy biznes bo'lib ketganmizda, hammamiz birgalikda, xudo xolasa, o'zi oldingi men bu intervyularimda ko'p o'zim loyihalarim bor. Shu loyihalarimni sport kompleksi qilaman deganman. Mehmonxona xizmatidan tashqari, aynan hozirgi kunda prezidentimiz tomonidan, sport vazirligi tomonidan juda ham katta e'tibor berilyapti sportni jadal rivojlantirish bo'yicha. Bilamizki, dunyoni bayrog'ini ko'taradigan bu aynan sport va ta'lim. O'shanda hozir juda ham katta e'tibor berilyapti sportga. Yangiobodimiz ham hozir juda ham jadal rivojlanib kelmoqda. Aynan men o'zim oldimga qo'ygan maqsadim turizmga
katta o'zimni o'sha kuchimni berib, o'zim xudo xohlasa o'sha turizmga o'z hissamni qo'shib, o'zimdan chiroyli nom qoldirishda inshaalloh. Ustozim ham aytgan, xudo xohlasa sen turizm qirolichasi bo'lmaguningcha seni tark etmayman, sen bilan birgalikda ishlab faqat seni urishaman deb shunaqa derdi. Haqiqatdan mana turizm malikasigacha aylantirdi. Aynan bu qaysi davrda o'sha prezidentimizni Zulfiya mukofotini ko'ksimga taqayotganda juda ham, Ya'ni prezidentimiz shaxsan qo'llaridan olgan ekan. albatta prezidentimiz o'zlari shaxsan shu ko'ksimga taqayotganda aytganlar, turizmni birgalikda rivojlantiramiz qizim, Oysha qizim, ota-onangizga rahmat degan, oilangizga rahmat, mana shu darajaga yetkazib kelganiga deganlari shunaqa ishonasizmi, odamda boshqacha energiya, boshqacha hayajon bo'ladi. Odam o'zini yo'qotib qo'yadi umuman. Keyin shu qizim turizmni birgalikda rivojlanamiz deganda, aynan o'sha boya aytib o'tgandek 200% energiyani o'sha paytda olganman. Shu energiya bilan hozir juda ham masalan 2 yil mobaynida qurilish ketadigan joyda tezkorlik bilan mana hozir yangi yilgacha bitirdik. Bu esa mana shu muhit, hamma narsaga muhit aybdor deydi-ku. Muhit qancha yaxshi bo'lsa, insonga qancha erkinlik beradigan bo'lsa, shuncha odam rivojlanishni boshlaydi. Aynan mana shu ayollarimizga juda ham katta e'tibor beradi. Aynan mana shu 7-mart kuni tadbirda ham prezidentimiz juda ham ayollarga katta imtiyozlar yaratib berdi. Aynan tadbirkor ayollarga imtiyozli kreditlarni aynan tadbirkor ayollarimiz qo'rqmasdan kredit olib, katta salmog'ini ham tadbirkor ayollar o'sha egallab bormoqdaligini o'zlari ta'kidlab o'tib, tadbirkor ayollarga foizini kamaytirib berishlarini o'zlari ta'kidlab o'tdi. Bu nimadan dalolat? Bu o'sha biz tadbirkorlarni tezkorlik bilan rivojlanib iqtisodiyotimizga katta o'zimizni salmog'imiz, ya'ni o'sha foydamiz kelayotganidan shu dalolat beradi. Xudo xohlasa faqat turizm yo'nalishida qolmasdan boshqa yo'nalishlarda ham o'zimizni o'sha iqtisodiyotimizga foydamiz keltirish niyatida rejalarimizni amalga oshiramiz xudo xohlasa. Barakalla. Oysha, mana yosh bo'lishingizga qaramasdan energiyaga, kuchga to'lib, maqsadlaringiz ulkan. Alloh yordam bersin, rozi bo'lsin mana shu qilgan xizmatlaringizdan. Zilolaga ham murojaat qilsak, Zilola, siz ham mana yil ayoli tanlovida qatnashib keldingiz. Mana bular aytyaptiki, muhit, insonlar har tomondan kelgan odamdan energiya oladi, kimdandir ustun jihatingiz ko'rasiz, kimdandir kam joyingizda, man bu joyimda ishlashim kerak ekan, man bu tomondan rivojlanishim kerak ekan deydi. Mana shu muhitda insonlarni ko'rib qanaqa bir o'zingizga xulosalar oldingiz? Xulosa oldimki, masalan, o'zimni raqiblarim deyolmayman, raqib emas-u, o'zim bilan qatnashgan ayollarga ko'p havas qildim. Va atrofdagi yuksalib borayotgan, judayam ko'p natijalarga erishgan ayollarni ko'rib, men aytdimki, yanada o'z ustimda ko'proq ishlashim kerak. Demak, kimnidir ko'rib o'zi havasda bo'lib yuksalishga harakat qilasiz-ku. Demak, oldinga va oldinga harakat. To'xtab qolish kerak emas, qotib qolish kerak emas. Tadbirkorlikda aynan ko'proq harakat, mehnat va intilish kerak. Tadbirkor insonlarni hurmat qilaman. Nimaga desangiz, ishlamasangiz pul yo'q, ishlasangiz pul bor, to'g'rimi? Ishchilaringizga ham pul bor. Ha, ishchilaringizga ham. Shuning uchun juda ham hurmat qilaman. Shuning uchun mana shu yo'nalishlarda o'zimizni o'quvchilarga ham nimadir yaratgan, ish o'rni, ish topish haqida emas, ish o'rni yarataman deb maqsad qo'ygan, katta maqsadlar qo'ygan deb maslahatlar beraman. Chunki zamon talabi shunaqa bo'lyapti. Siz aytgan davrlardan boshlab davlat korxonalari qisqarib, xususiylashib ketyapti. Aynan mana shu ayollarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Nimadan boshlasam ekan? Nima qilsam ekan? Men ham qila olamanmi, yo'qmi deb ko'pincha menga ham telefon qilishadi. Shahnoza opa, yordam bering. Nima qilsam bo'ladi? Bolalarimga yetkaza olmayapman, boshqa. Shunaqa paytda nima maslahatlar bergan bo'lardingiz? Maslahatim
eng avvalambor ayollarni o'z turmush o'rtog'iga, mana uyda o'tirgan ayollar turmush o'rtog'iga murojaat qilmoqchiman, chunki turmush o'rtog'i rozi bo'lib qo'llab-quvvatlamasa, ayol mana bu qiz ham aytib o'tganday muhit, oilaviy muhit doimo qo'llab-quvvatlash kerak. Ozgina bo'lsa ham, og'iz bilan bo'lsa ham, so'z bilan bo'lsa ham, mayli qil, nima qo'lingdan keladigan nimaiki ish bo'lsa, masalan, hammani har taraflama Alloh shunaqa yaratganki, qandaydir mahorati bor. Har bir odam o'zi bilmasligi mumkin, ichki mahorati uni qandaydir yuzaga chiqara olmasdan turgan ayollarga aytmoqchi. Ko'p menga murojaat qiladi, ko'pchilik sizga havasdamiz, ham oilani, ham davlat ishini, ham o'qishni, ham tadbirkorlikni teng olib borasiz. Qanday energiya qayerdan olasiz deyishadi-da. Men aytaman, energiya to'g'ri ko'p. Energiya qayerdan? Oiladan olasiz, farzandlardan olasiz, turmush o'rtoq, ota-ona, qaynona, qaynota, mana bu qiz ta'kidlab o'tganida, oilaviy muhit birinchi o'rinda. Qo'llab-quvvatlash, yolg'iz inson hech narsa qila olmaydi. To'ppa-to'g'ri. Ayol kishi ojiza bo'ladi. O'zimiz ojiza hisoblanamiz. Lekin bizni qo'llab-quvvatlashlari oqibatida biz yuksalish va turmush o'rtog'imiz qo'llab-quvvatlashi, farzandlaringiz to'g'ri yo'lda bo'lib, tarbiyasi, mana tarbiyalaganimiz yaxshi bo'ladi. Tarbiyasi yaxshi bo'lib, hamma narsangiz joy-joyida bo'lgandan keyin yuksalishga harakat qilaverasiz, oldinga qadam tashlaysiz. O'sha uchun ayol kishiga birinchi o'rinda muhit. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana 30 yoshingizda katta tadbirkor bo'lib yetishdingiz. Aynan qaysi xislati sizga yordam berdi? Boshqaruvchiligingizmi yoki bilimga bo'lgan chanqoqligingizmi? Nima eng ko'p yordam bergan xislatingiz? O'zi bilamiz, masalan, bitta doirani to'ldirishdan bitta bo'lak bo'lmasa, bu doira to'lmaydi. Insonda har bir narsadan hech bo'lmagan taqdirda nechadir foizni tashkil etish kerak. O'sha siz hozir yuqorida ta'kidlab o'tganingizdek, bilim deysizmi, o'sha opam hozir aytgandek muhit deydimi, har bir sohadan insonga hech bo'lmagan taqdirda ham o'sha doirani to'ldiradigan balansi foiz bo'lishi kerak. Har bir sohadan, agar bilimingiz bo'lmaydigan taqdirda ham faqat risk, tavakkal bilan biznes boshlaydigan bo'lsangiz ham, tavakkal bilan birinchi marotaba biznesingiz o'xshaydi. Bu birinchi qadamingiz hisoblanadi. O'sha tadbirkorlikka kirgan eshigingiz, bu tavakkal bilan eshikni ochyapsiz. O'sha eshikni ichini ochib bo'lganingizdan keyin ichki muhitni siz ko'rasiz. Ichida nima borligini, hamma narsani ko'rganingizdan keyin o'sha real insonga aylanasiz. O'sha u real, ya'ni xonadagi o'sha muhitda ichida nima narsa borligini siz tashqariga chiqarib olmasligingiz kerak. U narsani ushlab turishingiz kerak. Ya'ni siz axranasiz. O'sha narsani ushlab turish uchun o'sha bilim kerak insonga. O'shaning uchun har bir inson har sohasidan mukammal ushlashimiz kerak. Ayol kishi hamma narsaga ko'nikuvchan bo'ladi. Har bir narsaga ham ko'ngli bo'sh inson bo'ladi. Har sohadan bor inson ayol kishida. O'shaning uchun ham ayollarimiz tadbirkorlikka qadam tashlaganda ichki hissiyot bilan boshlaydi va eshigini ochadi va tadbirkorlik yo'nalishi juda ham tez rivojlanib ketadi. Ko'p, masalan, o'sha tadbirkor ayollarimizni ko'raman. Har bir inson o'sha tadbirkorlikka qadam tashladimi, lekin o'sha tadbirkor ayollarimiz, opalarimiz ko'rganman, tadbirkorlikdan chiqib ketmagan. Hammasi tadbirkorlik yo'nalishida shu yuksaltirib borgan, har bir sohasida. Ko'p o'sha auditoriyalarda ko'raman, hammasi tadbirkorlik tashlab ketmagan, hammasi yuksalgan. Ya'ni har bir o'zining sohasida, tikuvchilik deysizmi, dizayner deysizmi, hozirgi kunda tadbirkor ayol, ya'ni ayollarimizga IT sohasida ham juda ham katta e'tibor berilyapti. Aynan mana shu Zulfiya mukofotini olgan davrda ham shu IT singillarimni ko'rdim. Ularni ko'rib, o'zim ularda yana motivatsiya oldim-da. Juda ham ularni ko'rib, ayol kishi o'sha IT sohasida juda ham katta pul, mablag' daromad o'tirib, bitta kompyuterlarda ishlab, pul topyapti, daromad topyapti.
katta daromad. Bu degani o'sha ayol kishini ko'pchilik o'sha turmush o'rtog'i masalan tushunmaydigan, ko'chaga chiqarmaydigan insonlar ham o'sha uyda o'tirgan holatda, ya'ni o'sha IT sohasini o'rganib daromad topishni ham iloji borda hozirgi kunda. Aynan hozir 21-asr o'sha axborot texnologiya asr hisoblanadi va biz hozir raqamlashtirish davridamiz. Ya'ni hozir bilamizki, shunaqa hozir sun'iy intellekt juda ham rivojlanyapti va o'sha raqamlashtirish natijasi hozirgi kunda ko'p tarmoqli bizneslar kirib kelyapti. Aynan tarmoqli biznes juda ham rivojlanyapti. Ya'ni qanday an'anaviy biznesda ko'pchilik tanlamasdan aynan tarmoqli bizneslarni tanlayapti. Masalan, sotuv tizimi emas, reklama orqali, marketing orqali tovarlarini sotib, uyda o'tirgan farzandi bor ayollarga va ish topolmayotgan masalan erkak kishilarimiz bor, ukalarimiz bor, ularni ham ish bilan ta'minlab kelmoqda tarmoqli biznes. Ko'pchilik piramida, ya'ni moliyaviy piramida o'yinlari bilan tarmoqli biznesni ko'p almashtirib qo'yishadi. Ya'ni u o'sha moliyaviy o'sha piramida o'yinlari ham aynan o'sha tarmoqli biznesni marketingidan o'g'irlagan. O'sha ko'pchilik masalan marketingni biznes o'sha narsani ham ko'pchilikka masalan taklif qilsangiz, bu piramida deydi. Bu piramida emas u. U tarmoqli biznes, ya'ni sotuv tizimida emas, siz reklama orqali siz tovarni sotib, uyda o'tirib siz daromad olyapsiz. Ya'ni o'sha kompaniyaning o'zini o'sha sotuv tizimini siz reklama orqali sotyapsiz va sizga o'sha daromadidan ulush ajratib beryapti. Qanday ajratib olish mumkin bu piramidani yoki tarmoqli biznesni? Chunki mana shu piramidalarga ham tushib ko'p pul yo'qotgan tanishlarimiz ham bor-da. Albatta, bu moliyaviy piramidada unda tovar bo'lmaydi. Faqat siz pul tikasiz va keyingi bosqichdagi pul tikimlar orqali u уже oxirgi bosqichda уже pul finansiy yo'q bo'ladi-ku. U уже sizga kelmay qoladi va уже moliyaviy piramida. Ba'zi bir hozir firibgarliklar narsa juda ham ko'payib ketgan. O'sha kartalardan hisobidan o'tkazish va o'sha ma'lum o'sha IT sohasida, ya'ni bu hakkerlar deymiz-ku, o'shalar o'zlari o'sha bu ochib, platformalar ochib, ya'ni o'sha sun'iy intellekt orqali masalan qaysidir marketing tovarni marketingini o'g'irlab, masalan o'ziga ma'lum qiymatda mablag'ni ajratguncha sizga o'sha moliyaviy piramida o'yini sizga tarqatadi. Va o'sha orqali ko'plab o'sha firibgarlikka uchraydigan insonlar ham hozir juda ham ko'payishib ketgan. Shu tarmoqli biznes bilan ko'p almashtirib qo'yadi xalqimiz. U o'sha siz hozir aytyapsiz, qanday ajratish kerak? Tovari bo'lishi kerak. Birinchi o'rinda o'sha sizga hozir taklif qilayotgan jarayonda marketingchi, marketologlar bilan uchrashganingizda uni o'sha sertifikat, har bir tovarning sertifikati bo'ladi. Qayerdan kelyapti? U kompaniyaning o'zi haqiqatdan davlat reyestridan o'tganmi? Vazirlikdan sertifikati bormi? Index to'lovchimi? Chunki u index to'lovchi hisoblanadi. Katta оборот qiladi u. Har bir sohasidan o'zini muqobilligi bo'lishi kerak. O'shalarni ko'rganingizda va tovarga ishonch hosil qilganingizdan keyin siz уже bemalol o'sha tarmoqli setda ishlashingiz mumkin. Chunki o'sha tovarni ko'rasiz. Tovarga o'zingiz baho berib, u bilan ishlasangiz bo'ladi. Taklif qilyapti-da, kichkina bo'lsa ham nima tovari mahsuloti bor-ku. Mahsuloti bo'lmaydi u moliyaviy piramidada. Masalan, yaqinda yopilib nimaga ketdimi? Golden Cash degan firma tilla mahsulotlarni taklif qilib, nimaga tushib, qancha odamlar pulini ola olmay pul tikkanlar, mana shunaqa. Ularda o'sha qonuniy tarafdan hujjatlari ochilgan bo'lishi kerak. O'sha tarmoqli setda u tilada haqiqatdan o'sha vazirlik ruxsat berilganmi? Chunki raqamlashtirishda innovatsion vazirlikdan o'sha ruxsat olish kerak. Ularga har bir o'ziga tegishli vazirliklar bo'ladi. Chunki mana bizda ham masalan turizm vazirligidan turizm yo'nalishidan turizm vazirligi beradi faqat sertifikatni. Qurilishdan qurilishniki beradi. Har bir o'zimiz sohasidan o'sha muqobilliklarini ko'rgan holatda, chunki biz o'sha pulni masalan nimadir biznes qilishimiz kerak, oilamizga daromad olib kelishimiz kerak deb masalan o'sha moliyaviy biznesga, ya'ni o'sha tarmoqli setga pul tikamiz. Va o'sha orqali marketing orqali ishlaymiz. O'sha marketingini o'rganib, tovarini ko'rib va o'sha qonuniy jihatdan har bir hujjatlariga egaligini ko'rib, uni tasdig'imizdan o'tkazganimizdan so'ng u biznes bilan bemalol ishlashimiz mumkin.
Demak, har qanday biznesda inson muvaffaqiyatga erishishi mumkinmi yoki ma'lum bir davrda talab bo'ladi-ku ayrim bizneslarga, yoki inson mana shu qaysi biznes qo'pol qilib aytayotganda uchayotgan bizneslar bilan shug'ullanishi kerakmi? Yo'q, Nima deb men o'ylaysiz? unaqa deb o'ylamayman. Chunki masalan har bir hududda masalan siz tadbirkorlik yo'nalishida ochayotganingizda hududingiz bo'ladi. Hududni o'rganish kerak. O'sha hududdagi inson nimaga ehtiyoj, nimaga talab qilinyapti. Ko'pchilikni ko'raman, magazinni ko'radi, masalan o'rtog'ini, dugonasini, kimnikidir tanishini ko'radi, voy magazin zo'r ishlar ekan, shuncha daromad qilyapti deydi. Lekin sen uni o'rtog'ingchalik sen bilimga ega emassan. Masalan oziq ovqatdan, xizmat ko'rsatishdan o'sha yo'nalishda sen keta olasanmi, yo'qmi? Keyin o'sha hududga masalan nechta magazin tegishli, o'sha narsani o'rganish kerak. Nechta aholi bor, misol. O'sha narsa marketinglar, masalan, undan arzon sotaman, u qilaman, bu qilaman deydiganlardan ko'p eshitganman-da. U arzon sotgan taqdirda o'ziga qolayotgan foydasi bor, soliqlari bor, ishchi to'lovlari bor, boshqa narsani chiqara olmagan taqdirda shu bankrot bo'ladi. Shu bankrot bo'lgandan keyin kirgizgan pul, moliyaviy pul yo'q bo'ladi. Arenda joyda baribir arendaga oladi birinchi navbatda. Keyin u ichiga narsa to'ldirishini o'zini moliyaviy puldan kirgizadi. Ko'plar masalan kreditda oladi, kreditda maqsadsiz yo'nalishda ishlatadi. Ya'ni o'zi maqsad qilgan yo'nalishga kirgizmaydi-da. Foizi arzonroq ekan deydi-da, keyin mashina olay deydi. U daromad keltirmaydigan narsaga ko'p pul tikib qo'yadi-da. O'sha narsani avval birinchi u o'ziga daromad keltirish uchun pul tikyapti-ku. Marketingni hech bo'lmagan taqdirda odam o'ziga qoralama qilib olish kerak. Marketingni o'rganib olib, masalan o'zimiz bekordan bekor banklar biznes reja so'ramaydi. U biznes rejada siz qanday daromad olasiz va o'sha daromadingiz orqasidan siz haqiqatdan kreditingizni yopa olasizmi? Sizga qoniqarlimi o'sha biznesingizni o'rganib chiqadi. O'sha holatda odam insonga o'sha biznesni boshlayotgan jarayonda o'sha hududni o'rganish kerak. Masalan, magazin bormi? Qaraydi inson, hozir shu hududimizdagi aholi ovqatlanishga qaysi joyga ketyapti? Ko'proq hozir nima talab qilyapti ularga? Hozir kim bekorchi? Hozir ko'proq hozir eksportga juda ham katta e'tibor berilyapti, ishlab chiqarishga. Hozir uyimizda o'tirib, oilaviy tadbirkorlikda ochib, elektr energiya deysizmi, har bir soliqda imtiyozlar ko'p yaratib berilgan. O'ziga bitta ish o'rini yaratib, kollej bitiruvchilarga hozir kecha prezidentimizning murojaatnomasida ham kollej bitiruvchilariga hozir ish o'rini yaratib berganlarga hozir soliqni tushirib beramiz deyishdi. Ya'ni o'sha uyda o'tirgan holatda ham o'sha kollej bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangan holatda ham o'ziga imtiyoz yaratib beryapti. Ya'ni bu yordamchi kuchda. O'zi masalan 10 ta 20 ta narsa ishlab chiqaradigan bo'lsa, o'sha yordamchilar bilan birgalikda uni o'ziga 8 soat ishlatayotgan bo'lsa, ikkita yordamchisini 8 soat vaqtini olyaptimi? Umumiy hisobda 24 soatda 20 ta ishlayotgan narsasi hozir kun 60 ta ishlab chiqaradi. Masalan, bir kunda. Bu degani daromad yana 3 barobar ko'tarildi degani. Ish haqini u bo'sh o'tirgan kollej bitiruvchisi ham ish bilan ta'minlanyapti. Uyda bekorcha o'tirmayapti, uyiga mablag' olib boryapti va ishsizlik soni ham kamayishni boshlayapti. O'sha narsani ko'proq ishlab chiqarishga ham qaratish kerak, chunki hozir qo'shni davlatlardan juda ham katta eksportlar bo'lyapti. Qo'shni davlatlardan bizga ko'plab talablar tushyapti, takliflar tushyapti. Nimaga ko'proq eksport qilsam bo'ladi-yu, nimaga hozir masalan ko'proq daromad olsam bo'ladi? Har bir tovarda daromadi kam qoladigan bo'lsa, miqdorini oshirish kerak. Miqdori qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, o'sha tadbirkorlikka kirgan insonni ham daromadi ko'proq bo'ladi. Va shu orqali o'zini biznesini, karyerasini mukammal qilib oladi. O'sha aytganimdek, boya aytib o'tdim, yuqorida tadbirkorlikka kirdimmi, o'sha tavakkal bilan risk bilan kiradi. O'sha tavakkal bilan kirib bo'lgandan keyin albatta u insonda o'sha bilim bo'lishi kerak. Bilim bo'lmasa o'sha qurgan imorati yo'q bo'ladi-da. Biznesi yo'q bo'ladi, ya'ni o'sha tanazzulga uchraydi, bankrot bo'ladi. Shuning uchun biz biznesga kirdikmi, tadbirkorlikka kirdikmi, to'xtamasligimiz kerak. Ko'pchilik aytadi, masalan, o'sha tadbirkorlikka kirib bo'lgandan keyin ishim hamma birinchi kirgan ishi zo'r bo'ladi. Chunki raqobat joyingizdan siz arzonroq qilasiz. Keyin va sizga u joydan
sizga yaxshiroq, yangiroq joy bo'ladi. Va o'shaning uchun har bir inson bilamiz, yangi ochilgan joyga qiziqadi. Bir marotaba kirib ko'rishni xohlaydi. Narsasi bu joyda arzonmikan, yo'qmikan, sifatlimikan, yo'qmikan degan hamma bir marotaba kirib ko'rib chiqadi. O'shaning uchun o'zidan, ya'ni o'sha marketingini yaxshilab o'rganib chiqish kerak, o'zini biznesini o'zini ustida izlanishni to'xtamaslik kerak. O'shanda yuksalish degan narsa bo'ladi. Qachonki to'xtatsak, ko'p gapiryapsiz marketing. Marketing bo'yicha qanday bir informatsiya yoki kitoblar tavsiya qila olasiz? Mana shu marketingni qayerda o'rgangansiz? Marketingda o'zi asosan bu reklama qismlarida, ya'ni o'sha biznesda o'zini har bir sohani bizda og'zaki bo'ladigan kichik biznesmenlar ham, ya'ni tadbirkorlar ham o'zini, ya'ni og'zaki marketingi bo'ladi. Sarafonli marketing. Masalan, kuniga shuncha tovar ishlab chiqaraman, shunchadan foyda qilaman, shuncha chiqaraman. Bu o'zimiz og'zaki marketingimiz. O'shani yozma ko'rinishda qilib o'zimiz oldimizga reja qo'yishimiz kerak. Eng katta bu rivojlantirishda bizni punktimizda. Demak, har bitta holatda yozib borish kerak. Albatta. Shunda siz o'zingiz ustingizda ishlayotganingizni ko'rasiz va o'zingizni har oyda qancha siz yutuqqa ega bo'layotganingizni, rivojlanishingizni, yuksalishingizni har birini ko'rib borasiz. Chunki siz o'zingizni o'sib borayotganingizni ko'rsangiz, o'zingiz motivatsiya olasiz, o'zingiz energiya chiqarasiz. Har bir masalan suhbatlashayotgan odamingiz bilan, har bir o'sha ishlayotgan insoningizdan sizni hamkoringiz bo'ladi. Chunki siz har bir tadbirkor o'zini har bir inson hamkori bo'ladi. Hamkorsiz bu tadbirkorlik biznesmen bo'lmaydi. O'shaning uchun u hamkorlaringizni ham o'rganishingiz kerak. Demak, xodimlarim hamkorim deb hisoblaysiz shunaqa? Xodimlar emas, hamkor. Men birgalikda mijozlarim bu hamkorlarim hisoblanadi. Chunki ularsiz masalan men biznesim yurishmaydi-da. Shuning uchun har bir masalan ishlab chiqarishda o'ziga oluvchilar bilan birgalikda ularni o'rganish kerak, bozorda o'rganish kerak. O'sha ularning muhitini o'rgangan holatda siz ishlab chiqarishingiz kerak o'sha narsani. Men ham birinchi o'sha boshlagan paytimda marketingni qanaqa qo'yganman? Narxni o'zim belgilamaganman. Birinchi navbatda narx o'zim minimalniy narx qo'yganman va kelgan mijozlarimga narx shuncha summa deb aytardim. Va sizga qancha summaga qilib beray? Sizga qancha summa sizni cho'ntagingizda ko'taradi o'sha summa aniqlab olish ber edim. Keyin shu orqali men juda ham tez avval o'zingizni rivojlanib ketganman. Foydalaringizni hisoblab chiqib, aytib, ular talabidan kelib chiqib o'rtadagi narxni topib olgansiz. Shunaqa. Ulardan kelib chiqqan holatda, chunki bilamiz masalan xushmuomalalik bizda birinchi o'rinda turadi. Xushmuomala bo'lmasa, masalan, mijozlarimizga ishlolmaymiz. O'shaning uchun birinchi navbatda har bir biznesda shunaqa. Har bir tadbirkorlik faoliyatida, masalan, oddiy masalan, ovqatlanishga kirganimizda ham ish yurituvchisi yoki ofitsiant masalan chiroyli kulib turmasa, ishtahamiz bo'g'iladi, yo nimadir narsa zakaz qiladigan bo'lsak, zakaz qilgimiz kelmay qoladi. Chiroyli bo'lib kulib turgan insonga borib, o'sha ishtahangiz ham ochiladi, nimadir narsalarni keyin u taklif, nimangizni taklif qilasiz, qaysi biri yaxshi desa, u ham chiroyli xushmuomala bilan o'sha bizga masalan taklif qilsa har bir ovqatini, biz ham shuningiz o'zingizga yoqqan narsangizni olib keling deymiz. Keyingi safar kelishimizda ham o'sha joyimiz muhiti yaxshida deymiz, o'sha joyga boramiz. Kamchilikda aytganda ham o'sha hamkorlar va mijozlar bilan urushmasligimiz kerak. O'sha kamchilik bu bizning yutug'imiz hisoblanadi. Chunki raqobat joyidagi o'sishimizga eng katta bizga turtki bo'ladigan narsa bu kamchilik. O'sha har birimizga kamchilik aytgan bu bizning do'stimiz hisoblanadi, dushmanimiz hisoblanmaydi. Chunki o'sha kamchiligimizni aytdim, o'sha kamchiligimizni to'g'rilaganimizdan keyin o'sha bitta xuddi bu nima desa bo'ladi, bitta narsa yopiq joy, ochiq joyimiz bitta yopildi hisoblanadi-da. Keyin keyingi safar yana boshqasi, yana bitta muammosini aytadigan bo'lsa, u muammongizni ham to'g'rilasangiz, yana siz butunlashaverasiz. Va kimdir kamchiligini aytsa yomon ko'radi, voy rahmat demaydimi? Keyin ko'p urushib ketadi. Unaqa holatni yo'q qilishimiz kerak. Chunki biznesmen, tadbirkor mijozlar bilan xushmuomalada bo'lib ishlashimiz kerak. Chunki bizni oldimizdagi maqsadimiz karyeramizni mustaqil qilib olishimiz kerak. Lekin mijozlar bilan ko'proq xodimlar muomala qiladi-ku. Ularga o'sha bo'yicha dars o'tasizmi yo o'rgatasizmi? Chunki hammani tarbiyaviy holatidan kelib chiqib
amalga oshadiki bu narsa? Nima xarakterda? mana katta 5 yulduzli 4 yulduzli mehmonxonalarimizda ham xizmat ko'rsatuvchilarimiz bor. Masalan ofitsiantlarimiz bor. Hatto oddiy ofitsiantlargacha farroshlargacha o'qutuv kursi bo'ladi. Uni o'quv kursi bilan o'sha unda sertifikati bo'lmasa ishga ololmaydi. Uni o'qitish kerak. Chunki bizda birinchi kelgan mijozlarda kirib kelayotganda o'sha siz aytgandek xodimlar qabul qilib oladi. Xodimlarda o'sha xushmuomala degan narsa bo'lmasa, sizga bu ishingizga minus degani. O'shaning uchun ham chunki mehmonxona xizmatida ko'proq o'sha narsa bizda xizmat ko'rsatish, o'zi nomidan ham xizmat ko'rsatish xodimlarda muomala bo'lishi kerak. Shuning uchun mehmonxonada barcha bizneslarda tadbirkor o'ziga ham birinchi navbatda menimcha so'raladigan bizga pul olib keltiradigan narsa, mablag' olib keltiradigan narsa xodim hisoblanadi. Muomala faqat sizga yomon gapirsa ham kulib turishingiz kerak, yaxshi gapirsa ham kulib turishingiz kerak. Ular sizga boqyapti, oila bola chaqangiz. Sizga o'sha orqali sizga daromad keladi. Keyin masalan kuchli mana restoranlarga ovqatlanishga borganingizda kuchli tadbirkorlarni o'sha marketing orqali shu darajaga yetib kelgan. Sababi o'sha ishchilar xodimlarini o'sha o'quv kurslarida, ya'ni bu har masalan haftada bir marotaba muomalaga chaqiradi va qanaqada xushmuomala estetik degan narsa bo'ladi. Chunki o'zi mehnatda ham har bir anosida estetik degan narsa xodimda bo'lishi kerak. O'shandagina o'sha mijozlarni ishlash holati yaxshi tez rivojlanadi. Ko'p kompaniyalari rivojlanish tarixini o'rganganimizda haqiqatdan ham ular ishga olish, ish boshlamasdan oldin o'quv sistemasi bo'lar ekanda, o'sha o'qitib kompaniyada nima ishlar qiladi, qanaqa muomala qiladi, o'sha ipidan ignasigacha hammasini o'qitib keyin ish boshlashga nima berar ekan. Ko'pchilik masalan ofitsiant deydi, oddiy qaraydi. Aslida u ofitsiantlik masalan katta ishda uni ham o'quv kursi bo'ladi. O'z o'qitish tizimi bo'ladi. Vilkani qanaqa qilib qo'yiladi, tarelkani qanaqa qilib qo'yiladi, qoshiq qanaqa qo'yiladi. Dizaynerlik sohasidan unda sabog'i bo'lishi kerak. Ko'pchilik past nazarda qaraydi, aslida u juda ham chiroyli kasb hisoblanadi. Estetik kasb hisoblanadi-da. Ayrim Toshkentda restoranlar bor ekan, juda katta pul topar ekan ofitsiantlar. Albatta chunki shunaqa marketing qo'yilgan. O'sha chunki mijoz olib keladigan ofitsiant o'zlari как bo'lib bergan ekanda osh nimasini. Pul olib keladi, mijoz olib keladi, o'sha mijoz nimasidan foydasini oladi. Mana shunaqa. Xuddi o'sha an'anaviy biznes bilan tarmoqli biznesni marketing aralashgan holatdagisida bu. Hozir o'sha tarmoqli biznesda ham masalan ko'pchilik odam olib kelish orqali pul ishlar ekan deydi. Yo'q, u odam olib kelish orqali emas. Siz masalan daftarga biz yozib boradigan bo'lsak, qarz yo o'sha har bir sotgan narsasini sotib yozib boradigan bo'lsa, ular elektronniy sotgan odamni yozib boryapti. Kimni. O'shanda masalan elektron har bir odamga bittadan kontrakt beriladi, bittadan son beriladi-ku. O'sha bittadan son masalan tartib raqam degan narsa bor. Birdan keyin yana bir kelmaydi. Birdan keyin обязательно 2 keladi. Tartib raqami bilan. O'shaning uchun ham u xuddi o'sha boya aytgandek men bu piramida o'yinlar, ya'ni moliyaviy piramidalar bor-ku, o'shanaqalar men bu raqamli tarmoqli biznesdagi marketingdagi piramidani ichiga kiradi-da. Hamma narsa biznes ham har boshqaruvimizda masalan piramidada olib qaraganimizda. U chunki qolipda, u qolipda masalan chiqa olmaysiz. Hamma narsa qolipga. Uni kimdir foydalanishi, boshqa narsa qilishi odam o'sha o'ziga nima desa bo'ladi? O'sha o'ylashi shu narsaga bog'liqda. O'shaning uchun o'sha boya aytgandek hamma narsa o'sha qonuniy, o'sha narsaga ko'proq e'tibor berish kerak. Haqiqatan hujjati bormi? Hujjat narsasi hamma narsasi bo'ladigan bo'lsa, keyin o'sha biznesga kirib borishi, shunaqa narsalarga e'tibor berish kerak. Shunda aldanmaydi ko'p tarmoqli bizneslarda. Ko'pincha ba'zi bir insonlar men mana shuncha yil qiynalib ishlab o'tiramanmi? Shunaqa bir ish qilayki, birdaniga katta pul tushadi degan fikrlar bilan qachon bir katta pul topishni o'ylashadi-da. Men o'ylayman, mana shu hech qachon katta pul o'z-o'zidan kelmaydi. Masalan, har bitta maktabni bitirgan bola, kollejni bitirgan bola
hech kim borib bir bo'lim boshlig'i qilib qo'ymaydi yoki katta pul qo'liga berib qo'ymaydi. Qaysidir joyda ofitsiant bo'lib ishlaydi yoki xizmatchi bo'lib ishlaydi. Mana shunday etaplardan boshlanib boradi. To'g'rimi? Nima deysiz bunga? Albatta, masalan, zinani ham bekordan zina deb chiqarib qo'ymagan. Agar yuqoriga chiqishimiz uchun o'zimiz osilib, sakrab chiqmaymiz. Kenguru emasmiz, masalan, sakrab chiqadigan. Zina qo'yilgan har bir zinada ham pog'onama-pog'ona chiqib borishimiz kerak. Agar masalan o'sha zinadan bitta zinadan oyog'ingizni qo'ymasdan ikkita uchta zinaga oyog'ingizni qo'yadigan bo'lsangiz, orqaga yiqilib tushishingiz bu aniq. Bu o'sha real narsa. O'sha narsadan hayotimizda keltirib, ko'z oldimizga keltirgan holatda hamma narsa o'sha biznes ham, boshqa masalan sohaga kirishimizda ham hamma narsani o'sha pog'onasi bo'ladi. Birinchi bosqichma-bosqich o'tib, ya'ni o'sha kichkina avval o'rganishimiz kerak. Bekordan bekor rahbariyat sohasiga o'zi har bir etap o'tgan insonni rahbar qilib qo'ymaydi. Chunki u xodimlarini boshqaradi. Har bir xodim har bir yo'nalishda qanday ekanligini u boshida zinama o'tgan paytida уже bilgan bo'lishi kerak. O'shanda уже rahbar joyiga o'tirdimi, o'shandan keyin rivojlantirishda o'sha masalan уже qaysi sohasida keldi, ofitsiant bo'ldimi, ish boshqaruvchi bo'ldimi, yo qorovul bo'ldimi, o'sha har bir sohasini уже biladi. Demak, bu joyda mana shunaqa joyini marketing yo nimasidir boshqaruv tizimini o'zgartirishim kerak. Shunda bu jarayonni shu o'zgartirsam, bu mana shunaqa menga shuncha daromad olib keladi yoki shunaqa rivojlanadi. Bu sohasini bu o'zgartirsam, meni mijozlarim ko'payadi. Chunki u o'sha joyda ishlagan, ko'rgan, qayerda nima ekanligini biladi. Shundan hamma narsani bosqichma-bosqich o'rganish kerak deb o'ylayman. Birdaniga katta nimalar orzu qilish. U rahbariyatga o'tirgan odam faqat u pul sanashni biladi bo'ldi. Boshqa narsani bilmaydi. Rivojlanish degan narsa bo'lmaydi. U kelgunga qadar rivojlantirgan insonni rivojlangan narsasini yo'q qiladi. Qiyinchiliklar ham bo'ladimi hayotingizda yo hammasi tekis ketadimi? Albatta qiyinchilik bo'ladi. Qanaqa qiyinchiliklarga tushgan paytingizda qanaqa qilib chiqib ketasiz mana shunaqa holatlardan? O'zimga motivatsiya beraman. O'zimda shu paytda ikkita Oysha paydo bo'ladi. Bir-biri bilan urushadi. Qaysi biri kuchli chiqib, ko'proq o'zimga shu motivatsiya beraman. O'zim ichki xotirjamlik. Hozir aytyapman, men bu shu natijaga erishib kelganda, masalan, har bir tadbirkorda finans tarafdan, moliyaviy tarafdan sinaydi. Sinov o'sha taraflama keladi. Shu kredit masalan olayotgan joyimiz, masalan mijozlarimizdan debit kredit degan narsa bo'ladi. Qarz bilan ishlamasangiz bo'lmaydi, biznes bo'lmaydi bu. O'sha doimiy mijozlaringizni masalan shu darajada ham ishlab kelishingiz kerak. Bu o'sha qonuniyat deganga kiritilganda, o'sha holatlarda masalan men oyma-oy kredit yopayotgan jarayonda qiynalib qolaman. O'sha holatda shu ikkita Oysha paydo bo'ladi. Nima qilish kerak? O'sha stressga tushasiz-ku, o'sha stressga tushganda odam o'shanda stressdan chiqib ketish kerak-da. Stressdan chiqib ketsangiz yo'lni topasiz. Qanday yengasiz stressni? O'zim kuch beraman. Keyin uydagilarim hammasi kuch beradi. O'sha aurangiz, sizga muhitingiz yaxshi bo'lishi kerak. Hammasi yaxshi. Senga ishonaman degan narsa eng katta sizni batareyangizni to'ldirib tashlaydigan narsa-da. Kim aytadi buni ko'proq? Hammasi aytadi. Uydagilarim hammasi senga ishonaman deydi. Sen uddalaysan deydi hamma narsani. Hatto hozir biror marta qila olmaysan, bo'ldi, urinma degan holatlar. Yo'q, unaqa bo'lgan. gapni hayotim davomida masalan eshitmaganman. Bu narsani eshitmaganman. Sen kuchlisan, sen kuchli ayolsan, sen bu narsaga albatta erishsan, qila olasan deydi. Sen uddalaysan deydi. Qila olmaysan degan gapim yaxshi. Ha? Bir xil. Mana ko'rsatib qo'yaman. Ko'rsatib qo'yaman degan hali uddalayman deb. Chunki meni hayotimda bo'lgan bu narsa qo'lingdan kelmaydi-ku degan gaplar bo'ladi. Shu gapga bo'la ham siz o'zingizda kuch topasiz-da, nimaga qo'limdan kelmaydi? Mana shu ayol qilgan ishni men qila olmayman degan maqsad bo'ladi-da. Masalan, bitta misol ko'chadan bo'lgan, uydan bo'lgan bu gap sizga. Savol. Uydan ham bo'lgan, ko'chadan ham bo'lgan. Menga uydan bunaqa gap eshitmaganman, ko'chadan bo'lgan. Aynan o'sha mehmonxona biznesga kirib kelganimda, endi kimligini aytmayman-ku, endi
menda o'sha kredit olaman degan paytimda ta'minot bo'lmagan. 50 million so'mma olishga unda katta summa bo'lgan-ku, ta'minot bo'lishi kerak bo'lgan, katta bitoy texnika yoki kimdir katta firma kafillik bo'lishi kerak edi. O'sha paytda Muqaddam opa bilan shu birgalikda borib, o'sha katta tadbirkor oldiga borib, keyin shu mana shunaqa kafil bo'lib turing yoki ta'minot qo'yib bering deganimizda, keyin endi mehmonxona biznes bu o'zingizni finansingiz bo'lishi kerak-da haqiqatdan. U katta biznes hisoblanib, pulingiz qayerga ishlashni bilmasangiz, o'sha mehmonxonaga tikib qo'yasiz-da. O'shandagina keyin o'sha mehmonxonadan keyin siz daromad oladigan biznesda. Keyin qaragan, senda 50 million puling bormi degan menga. Keyin yo'q, o'zimda umuman pulim yo'q. O'sha 50 million kreditim bilan men boshlayman. Lekin rejam bor, aniq maqsad, men qilishim kerak bu ishni dedim. Keyin shunaqa desam, demak qilolmaysan degan. Nimaga desam, chunki senda 50 million puling yo'q degan. Keyin shunaqa deganda, keyin shunaqa jahlim chiqib ketdi. Bo'lsa yoshi katta inson-ku. Shuni jahlim chiqib turganman-da. Ishni eshik oldiga kelganman-da. Qarab turing, sizdan o'tib ketmasam ismim boshqa qo'yaman deganman. Shu chiqib ketganman. Haqiqatan qarang. Mehmonxona bo'lyapti bu hali? 18. O'sha birinchi kirgan paytimda 18-17. Bu paytda bor, kuch shunaqa kuchli odam. Hali hech narsangiz yo'q. Faqat duh bor. Duh. O'sha duh insonga shunaqa katta ishonch olib keltiradigan narsada. Shundan chiqib ketganman va hozir qarang 150 o'rinli joyim bor-da. Bu shunaqa katta natija. Uni hozir masalan joyida unchalik emas-da. Men o'sha paytda hali yo hali bormi o'sha tadbirkor? O'sha mehmonxona sohasida undan ko'p o'tib ketdingiz. Mehmonxona sohasida ko'p joy, ya'ni ko'p odam qabul qilaman. Men o'sha narsada aytganda 300 ta odam qabul qilardim. Ya'ni hostel bo'lardi. O'sha 2 etajli kravat, polni o'sha kollejlar bilan ishlardim. Oy shu bir kunda ichida 300 ta odam, chunki aytdim-ku 6 ta 7 ta arendada joylarim bo'lgan. U paytda bitta xususiy joyim bo'lgan edi. O'shanda 300 talab odam qabul qildim. Men o'sha hostelda bilasiz, ko'p odam qabul qiladi. Sportchilar 300 talabgacha qabul qilar edim o'sha davrda. Shu tariqa shunaqa tezlashib ketganda biznesim. Bir oyda hozir sir bo'lmasa, oylik daromadingiz qancha? Aytmayman. Aytmaysiz? Yo'q. 150 ta odamdan hisoblab olaveramiz. Shundan kredit olaman, kredit topaman. Keyin faqat rivojlanish davri. Faqat daromadingizni rivojlantirishga. Rivojlanish. Chunki men bu o'sha sitoy biznesda ham, an'anaviy biznesda ham qonuniyatda bor. Tadbirkor 10 yilgacha rivojlanish davrida bo'ladi. 10 yildan keyin siz o'zingizga shu daromad olayotgan davringiz hisoblanadi. Xudo xolasa bu yil tugaytib o'zimga o'zim hisob kitob qilib o'tiribman. Keyin qanaqa rejalaringiz bor keyin? Keyin o'zingiz investor bo'lasiz-da. Menga hozir masalan bank investor bo'layotgan bo'lsa, keyin o'zingiz pul tikib o'zingiz investor bo'lasiz-da. Menga masalan eng katta mana shu yordam berayotgan o'sha ota-onam, turmush o'rtog'im, shu qaynota-qaynonam, ota-onam, ustozim, onam deganman Shohista opa, shu Muqaddam opa, keyin hokimiyatda mana Mavlud opa, hozir xotin-qizlar raisi. Keyin shu kasaba uyushmasidan birinchi yordam bergan Baxtiyor aka. Bankdan ayniqsa Hamkor bank men eng katta podeshka qiladigan va eng katta podeshka qiladigan Promstroy bank, sanoat qurilishi banki. O'sha paytda men bu joyim sotuvga tushib qolganda, ayni karantin paytida sotuvga tushib qolgan. Karantin paytida bilamiz, hamma o'zi endi oilasi zo'rg'a tebra tepgan payt bo'lgan. Lekin o'sha paytda biz tadbirkorlar uylarga 5-6 ta yurib ketgan joyingizni davlat sotuvga qo'yib yuborganmi? O'sha joyni sotuvga qo'yib, davlat emas, Uztelekom aksiyador kompaniya bo'lgan. U xususiy joy bo'lgan. Keyin u sotuvga qo'yilganda pulim bo'lmagan, bitta arizani o'zi 75 millionga yaqin bo'lganda. O'sha paytda yana ayni birinchi farzandimga homiladorlik paytim bo'lgan. Keyin taqdir, mana Allohni haqiqatan suygan bandasiman. Aynan buxgalterim bilan masalan shu Ilhom aka katta yordam bergan. Keyin u bilan hujjatli ishda gaplashganman, lekin finans tomondan gaplashmaganman. O'zimda shu arizamga o'sha pul yetmayotgan paytda necha soat, 4 soatmi, 2 soat vaqt qolgan bo'lgan arizani tugashiga. Shunda shu buxgalterga qo'yilganmi? Auksionda vaqti tugayotgan vaqti bo'lgan arizasini. Ariza topshira olmasam, men o'sha auksionda qatnasha olmasdim.
keyin o'sha buxgalterimga aytgan, Ilhom aka menga srochno shuncha pul kerak, mana shu ariza hozir qilmasam sotuv joyimiz auksionga ketib qoladi, tayyorgina yurib turgan qatnasha olmayman dedim. Chunki u meni o'sha insonni beshigi bo'ladi-ku, o'sha meni tadbirkorlikdagi beshigimda u. Keyin o'sha joyda Ilhom aka menga yordam berib 24 daqiqa qolganda menga o'sha 50 million topib bergan. 21-yil karantin davrida. 20-yilmi shunaqa edi. Bankdan olgansizlarmi? Keyin buxgalterim finansiviy yordam berib turgan. Qarz berib turgan. Finansiviy yordam berganda va arizaga shu 74 ming 75 ming pul o'tkazganmiz. Keyin уже men auksion qatnashuvchisi уже bo'lganman. Keyin 24 minut qolganda ariza 24 minutda o'sha pul topib, o'sha yopilib ketgan. Keyin va endi u katta summa qatnashganmisiz yo boshqa talabgorlar ham bo'lganmi? Karantin paytida hech kimda pul bo'lmay payti bo'lib, menga yana bitta plus tarafi bo'lganda. Aslida 3 kishi. Keyin yoki lekin bu 2 kishidan ortiq qatnashmasa o'ynalmagan hisoblanadi-ku. Keyin u aksiyador kompaniyaniki bo'lgan. U paytda auksion hozirgidek bo'lmagan. Sotuvga уже chiqarilgan. Уже bitta odam qatnashsa ham bo'lavergan. O'shanda ham ijarachi o'zim bo'lganman. 2014-yildan beri o'zim ijarachi bo'lganman. Keyin 1 milliard qanchadir summaga qo'yilgan payti bo'lgan 20-yilda. Keyin u paytda o'sha Alimardon aka Sanoat qurilish bankidagi yordam berib, o'sha qonuniy qilib kredit chiqarsa, hali 50 milliondan boshqa pulingiz yo'q. Auksion yutib olgansiz. Keyin men endi muddat olganman auksionga borib. Shu o'sha paytda haqiqatan bekordan huquq qiziqmagan bo'lganman. Huquqni уже bilganim uchun hujjatli ishlarni ham yaxshi tushunardim. Bitta уже ko'rishdan o'qib chiqarib, bitta kimdir tushuncha bersa, уже o'rganib ketardim-da. Keyin auksiondan sraz o'qiganman. Muhlat olganman shu joyda. Uztelekomda o'zidan. Bo'lib berish uchun. 1 oy muhlat olganman. Keyin 1 oy ichida kredit chiqarsa, milliard kredit chiqarsa, keyin joyni sotib olganman. Keyin u joyda kreditlarimni 2 yil mobaynida 3 yilga yaqin yopib tashlaganman va rekonstruksiyaga yana katta kredit chiqarib, hozir kredit dugonasiman-da. Boshlaganimdan kredit olaman. Jarayon bo'ladi, yo hayot yo mamot degan holatda tanlash kerakda nimanda. Odamni shunaqa holat, shunaqa katta tarbiyalaydi-da. O'sha holat masalan bizga sinov keladimi? Bu degani shu hayotga tayyorlan deganda. Shu keyingi etapda bundan kuchli kelsa, siz startda turasiz. Bu yo'nalish shunaqa qilsam, demak bu yo'ldan chiqib ketaman men deysiz. Shu orqali men hayot meni shunaqa kuchli darajada tarbiyaladi. Har bir anosida endi sinovga shu bardoshli bo'lib, kuchli bo'lib, qalqon bo'lib turasizda. Bu tarafdan o'q kelsa bu yoqqa, bu tarafdan kelsangiz qalqoningizni bu tarafga tutasiz. Va shu orqali o'zingiz biznesingizni rivojlantirasiz. Ma'lumotlariga ko'ra, nima deydi, 1 yilda ochilgan bizneslari 90% 3 yilda yo'q bo'lib ketar ekan. Shunaqa aytdim-ku, tavakkal bilan kirib, u birinchi marotaba biznes mana yangi biznesga hamma birinchi marotaba qiziqadi. Mijozlar keladi. Kelganda уже uni o'rganadi, уже shu siz aytgandek 3 yil mobaynida уже o'zini ustida ishlab yangilik kiritmasa, demak haqiqatdan 3 yilda yopib ketadi-da. Chunki sarmoyasi ham qolmaydi. Rivojlantirishga. Biznesga pastdan doimiy pul tikib turish kerak. Masalan, bizda oldin men o'ylardim, keyin ko'pchilik ham o'ylar ekan, biznes mehmonxona xizmatida juda ham katta pul bo'ladi, faqat pul ishlab o'tiradi der ekan. Bir marotaba investitsiya kirgizsangiz. Lekin masalan, men doimiy masalan sportchilar bilan ishlasam, ular endi doimiy turadi. Masalan, o'zimiz ham masalan uyda tursak, yiliga bir marotaba bo'lsa ham rekonstruksiya chiqarib qo'yamiz, asfaltga qilib qo'yamiz, oddiy bo'lsa ham. Shuning uchun men doimiy masalan 1 oyda 25 kun turadi, masalan bitta zuburda o'zida 15 kun turadi. O'sha turgandan keyin holatni endi tushunavering, yana sportchilar. Keyin o'shanga har yili remont qilaman. Masalan, kreditim tugasa, muddati tugamasdan kamroq qolsa yopib tashlab, yana kattaroq summa chiqar, yana qurilish ishiga shunaqa qilib ajratib, shunaqa kengaytirib, remont ishlarini qilib, biznesni kengaytiryapmiz-da. Demak, juda ham havas qildim. Oyshaxon hammasini ilm bilan bosqichma-bosqich
nima deydi, havolanmasdan, ba'zi insonlarda bo'ladi, ozgina pul topib qo'ygandan keyin xuddi dunyoni sotib olganday Shunaqa. muomala qiladi. Shunaqa. Ko'pchilik aytadi, mehmonxonasi bor odamga o'xshamaysiz umuman deydi. Keyin tilla taqishni man unchalik yoqtirmayman-da. Xuddi tilla dushmanimga o'xshaydiganda. Keyin aytadi, hatto deydi, ko'pchilikdan ayol kishilardan eshitganman, tillasi yo'q odam qanaqasiga mehmonxonasi bo'ladi deb eshitib kulganlar ham bor. Keyin nega deydi mashina olmaysiz deydi, nega mashinada yurmaysiz deydi. Masalan, xo'jayinim olib yuradi. Bitta oilaga bitta yetadi-da. Masalan, tadbirkor biznesmenda o'sha mashinaga ketadigan pulni biznesga kirgizib qo'ysangiz, u daromad keltirib turadi. Mashinangizni olsangiz, u amortizatsiya narxi eskirib, u pul o'zining qiymatini yo'qotadi-da. Qachonki o'zim investor bo'lib, masalan, umuman pulingizni qayergadir ishlatishni bilmaydigan davrda, o'shanda endi bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Men o'sha hozir rivojlanayotgan davrda, masalan, alohida bo'lib yurishni men anavi qilmayman. To'g'ri fikr deb o'ylamayman. Chunki o'sha masalan, hozir har bitta masalan bemalol, masalan, bir oyda topayotgan daromad, masalan, mashina olsam bo'ladi. Lekin men tezroq rivojlanib, o'zim karyera hozir yoshlarga, tadbirkor ayollarga imkoniyat beryaptim, foydalanib qolishim kerak. Karyeramni qilib olishim kerak, mustahkam qilib olishim kerak. Qancha poydevoringiz mustahkam bo'ladigan bo'lsa, imoratingiz ham shuncha ko'p sizga xizmat qiladi. Shuning uchun hozir ko'ryapsiz, Yangiobod juda ham rivojlanyapti hozir. Rivojlanayotgan davrda turizm zonaga tushgan. Sizdan boshqa u yoqda tadbirkorlar ham bo'lsa kerak. Sizga o'xshagan mehmonxona. Nechta mehmonxona xizmati bor Yangiobodda? Adashmasam 2000 nechinchidir 18-20 yil atrofida shu intervyu berganimda Kichkina Amerika deganman-da, Yangiobod. Kichkina Amerikaga o'xshaydi. Shu har bir ko'chasidan kirasiz mehmonxona. Shuni ko'chasidan kirasiz, faqat juda ham kuchli raqobat. Kichkina Amerika deyapman. Shaharga kirishingiz o'sha mehmonxonada, dacha mehmonxona. Xizmat ko'rsatsa o'sha faqat turizmdan keladi Yangiobodga. Qish paytlari mijozlar ko'p bo'ladimi, yozda ko'p bo'ladimi? Yozda qishga nisbatan ko'proq bo'ladi, lekin biz qishda dam olmaymiz. Sababi o'sha sportchilarimiz bilan birgalikda o'sha O'zbekiston boks federatsiyasi bilan hamkorlikda ishlaymiz. Hamkorlikda birgalikda ishlaymiz. Qanday hamkorlikda ishlaysiz? Ya'ni o'sha sportchilarimizga doimiy ularga o'sha zubor bo'ladi, ya'ni mashg'ulot bo'ladi. Siz qandaydir xat bilan chiqasizmi? Bizni mana shu ularga buyruq bilan chiqadi. Ularga ham biz bilan shartnoma qilishadi. Kim buyruq bilan chiqadi ular? O'sha federatsiyaning o'zlariga. Har bir o'zi amosi bor. Nima desa bo'ladi? O'smirlar bor, o'rta yoshdagilari bor, katta yoshdagi bor. O'sha har bir o'zining anosiga, tartibiga qarab ularga har oyda zubor bo'lishadi va o'sha birgalikda hamkorlikda ishlaymiz. Ya'ni men boks federatsiyasining o'zini zali bo'lsa, men ularga o'sha ovqatlanish va yotoqxona bilan ta'minlab beraman. Ya'ni mehmonxona xizmatini ularga sotaman va shu orqasidan daromad ko'raman deydi. Sportsmenlar bilan birgalikda ishlab shunday holatlar bo'ladi. Mijoz bilan birgalikda tushunib ishlashimiz kerak. Masalan, ko'p holatlarda o'sha boya debitor, kreditor degan narsa bo'ladiki, ularda srochniy masalan musobaqalar bo'ladi. O'sha holatlarda masalan zuborlar bo'ladi. Shu holatlarda masalan to'lovi kechiktirilgan holatlarda biz ham o'zimizni hissamizni qo'shgimiz keladi. Ya'ni o'sha vatanimiz bayrog'ini ko'tarib kelayotgan sportchilarimizga shu ma'lum muddatda shu xizmat ko'rsatib, keyin ular bizga pul mablag'ini o'tkazib berishadi. Ayni o'sha davrda ham biz yaxshi ish qilgan bo'lamiz, ham o'sha boya siz qiyinchilik davringiz bo'ladi dedingiz-ku, kredit yopolmaydigan paytimizda o'sha paytga to'g'ri kelib qoladi. Shunaqa davrlar. Juda ham ajoyib suhbat bo'lyapti. Hozir mana shunaqa bir sizlarga havas qilib, lekin ish boshlashdan qo'rqib turgan ayollarga qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Bu ish boshlashdan oldin har bir ayolda o'sha kimdir ish boshlamoqchi bo'lsa, g'oyasi bo'ladi, maqsadi bo'ladi.
masalan kimdir qandolat sex qilaman deydi yoki kimdir uyda qandolatchilik qilaman deydi, kimdir masalan tikib narsa sotaman deydi. Bu ish boshlamoqchi bo'lgan insonda albatta o'sha g'oyasi bor. G'oyasi bo'lmasa ish boshlayman demaydi. Bor, lekin amalga oshira olmaydi. Nimadan qo'rqadi? Ko'p-ku deydi. Ha, shunaqa. Shu narsa xato. Hammani rizqi Allohdan. O'zi aytadi-ku, karvon mingda rizqi bo'ladi. O'sha narsani men o'ylayman, o'shanaqa o'ylamash kerak. Balkim o'sha raqobatdoshida magazin ochmoqchi bo'lsangiz, hamma joy magazin bu deydi. Yo bog'cha ochaman desa, hamma joy bog'cha nima qilib yotibdi deydi. Joyda o'zini o'sha nasibasi chiqadi. Raqobat bo'lmasa iqtisodiyot ham o'smaydi, rivojlanish ham bo'lmaydi. Chunki raqobat degan narsa bu o'stirish deganda, rivojlanish har bir o'sha mahsulot ishlab chiqaradiganni rivojlantirish, ya'ni yangi mahsulotlar ishlab chiqarish uchun shu yangi tadbirkorlar kirib kelishi, o'sha narsalar shu turtki bo'ladi. Raqobat eng katta kuchli bo'ladigan. Iqtisodiyotimizga ham eng katta masalan foyda keltiradigan shu narsa. Demak, o'sha raqobatni o'zlaringizga do'st deb bilar ekansizlar-da, dushman emas. Men do'st deb bilaman. Kerakda, qo'rquv bo'lmasa. Mana masalan siz mana shu nima deydi, klientlari o'chog'ida tochka ochasiz, mana shu qanday ochasiz? Masalan, eng zo'r joylarni har doim kuchli egalari bo'ladi. Qanday qilib mana shu yaxshi joydan bir joy ochsa bo'ladi, savdo markazi ochsa bo'ladi? Aytibman, shu qo'rquvim yo'q, Allohga tavakkal. Olamanda, men aytamanki, shu anaqa o'xshaydi shu joyim. Keyin o'sha raqobatdan qo'rqmayman. Nimagaki sizda yaxshi mahsulot bo'lsa, ko'proq o'sha mijozlar sizga keladi. Hamma narsa ishlashingizga bog'liq. Ish yuritishingizga, ishlashingizga bog'liq. Shunda raqobatdan qo'rqmaslik kerak. O'xshamaydi-ku, qanday, nima qilaman, boshimni og'ritmayman degan dangasalik yo'q menda. Yo'q, bo'ladi, o'xshaydi degan maqsadda. Ayol baxti nimada siz uchun? Ayol baxti birinchi o'rinda oilangiz tinchligi, xotirjamligi, farzandlaringiz yetukligi, aqlliligi va turmush o'rtog'ingizni sizni doim qo'llab-quvvatlashi. Buni qayta-qayta ta'kidlab o'tyapman, nimagaki shunaqa haqiqat bo'lgani uchun. Va atrofingizda har doim yaxshi insonlar bo'lishi, har narsaga osonlikcha bo'lmasa ham mehnatingiz bilan erishishingiz, ota-onangiz borligi, sog'ligingiz birinchi o'rinda men o'ylayman, sog'ligingiz va atrofingizda sog'lom muhit bo'lgani, farzandlaringiz sog'ligi, turmush o'rtog'ingiz. Mana shu bizni ko'rib turgan kuzatuvchilarimizga tilaklaringiz? Kuzatuvchilarga tilaklarim doimo sog' bo'lishsin, intilishsin. Ayniqsa ayollar hozir rivojlanish katta, rivojlanishda to'xtamanglar, davom etinglar. O'qish, ish, oila hammasini birdaniga olib borishga harakat qilish kerak, chunki bizda hozir sharoitlar hammasi bor. Sharoit yetarli. Oldingi zamonga qaraganda, 10 yil orqaga qaraganimizda ham hozir sharoitlarimiz hammasi yaxshi. Uyingizda gaz deysizmi, issiq suv deysizmi, avtomat kir moshina, oldingidek qiynalmaymiz. Hozir hamma uyingizda ishingizni ham qilasiz. Xohlasangiz o'sha ko'chada ishingizni ham bemalol bajara oladigan zamonda yashayapmiz. Tilaklarim hammaga muvaffaqiyat, oilaviy sog'lom hayot, tinchlik, xotirjamlik, yurtimiz doimo tinch bo'lishini xohlayman. Birinchi duolarimda ham har doim shu narsani, kichkinaligimdan, bolaligimdan shu narsani so'rab kelaman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. To'g'ri. Demak, bu balandparvoz gaplar emas, bu ayni haqiqat, to'g'rimi? Maktab davrida bu o'rgatilgan gaplar bizga yod bo'lib ketgan. Mana shu maqollar, tilaklar, mana bu yoshingizda boshingizdan kechirib o'tkazgandan keyin
haqiqiy mazmunni tushunib yetasa, o'sha yurt tinchligi, osmon musaffo ekanligini, nima ekanligini. Demak, bu kechagina prezidentimiz murojaatlarida qatnashdik. 2025-yil bo'yicha xalqimizga, Oliy Majlis deputatlariga murojaat qildilar. Haqiqatdan bizni O'zbekistonimiz rivojlanib kelayotgan mamlakatlarning 10taligiga kirar ekan. Hozir bu Jahon iqtisodiyot bankining statistikasi bo'yicha haqiqatdan ham har tomonlama ta'limda ham, iqtisod, xizmat ko'rsatish, sport, bizni O'zbekistonimiz kelajagi buyuk degan gap o'z tasdig'ini topyapti. Zilolaxon, maqsadingiz nima mana shu tadbirkorlikdan maqsadingiz? Maqsadim doimo shu narsani o'ylab kelaman. Maqsadim birinchi o'rinda nimagadir shu meni ko'nglimga soladi, Alloh soladi, yo'llarni ta'mirlash. O'sha tadbirkorlikdan kelayotgan foydamga Xudo xolasa har doim aytib yuraman. Boy bo'lib ketsam, yo'llarni ta'mirlab beraman. Suv chiqaraman, yo'llarni. Investor bo'laman. Keyin ko'p mana yangi masjidimizga ehsonlar qilamiz. Nimadir ko'nglimga tugib qo'ysam, masjidga ehson qilaman. Faqat shu narsa xayolimda doim yuradi va tadbirkorlarga aytgim keladi, doimo ehson mukofoti ehson qilingan o'sha mablag'i sizga 2 barobar, 3 barobar qaytib keladi. Ko'pincha shu qiynalgan oilalarga ham ehson qilib turamiz. Alloh mana shu muhtoj insonlarni rizqini mana shu o'ziga to'q, to'rtmuchasini sog' qilgan, imkoniyatlar bilan siylagan, sinagan insonlardan hisoblanar ekanda biz ustozlarimiz. Shunaqa o'rgatgan, ularni rizqi bizdan berilganda, shuning uchun juda ham to'g'ri maqsadlar qo'yibdi. Siz ham maqsadlaringiz haqida gapirib o'ting biroq. Maqsadim o'zi shu yoshligimdan qo'ygan maqsadimga Allohga shukr, alhamdulillah deyman. Har biriga bosqichma-bosqich erishib kelmoqdaman. Ya'ni mana shu Zulfiya mukofotini olish menga orzu bo'lgan. Juda ham yaxshi ko'rardim. O'sha Zulfiya mukofotini men orzu qiziqib yurgan davrimda 24 yoshgacha bo'lgan. Keyin aynan bu sohalar adabiyot sohasi, madaniyat sohasi, sport sohasi bo'lgan. Bizning yo'nalishlarimiz bo'lmagan. Keyin aynan bu sohalarda menda mahoratim, ya'ni kuchli liderligim bo'lmagan. Bu yo'nalishda liderligim bo'lmaganligi uchun men bu mukofotni ola olamanmi? Lekin shunaqa maqsad qilganmanki, orzu qilganman, olishda orzu qilganman. Muhtaram prezidentimizni o'sha 24 yoshni, ya'ni o'sha 30 yoshgacha, 14 yoshdan 30 yoshgacha qilganliklar, aynan o'sha yoshlarini uzaytirgan davrda aytgan, aynan mana shu qizlarimiz, lider ayollarimiz, qizlarimiz 24 yoshdan 30 yoshgacha yoshlar tarkibiga kiradi va o'sha davrda ular o'qish davrini bitirib liderlik sohasiga karyerasini qilgan davr bo'ladi. Menga aynan o'sha davrda bular mukofot yoshidan уже o'tib ketishlik kerak deb 30 yoshgacha qilgan. Keyin o'sha davrda shunaqa xursand bo'lganman. Demak, bu menga bu berilgan imkoniyat deganman. Keyin yana orzu qilishdan to'xtamaganman. Keyin yana prezidentimizni 2018-yilda jamoatchilik yo'nalishi qo'shgani aynan bu meni sohamni Oysha, sen albatta Zulfiya mukofotini olishing kerak, chunki bu orzuying nima desa bo'ladi, orzusiz qolmasin degan ma'noda o'zimga o'zim motivatsiya berib 2019-yilda jamoatchilik yo'nalishida qatnashganman. Aynan jamoatchilik yo'nalishida qatnashganimda viloyat bosqichigacha yetib borganman va viloyat bosqichida respublikaga chiqa olmaganman. Sababi meni kuchli jamoatchilik yo'nalishida kuchli insonlar ko'p bo'lgan. Demak, men o'zim ustimda shunaqa ishlashim kerakki, bundan ham kuchli lider, ya'ni tadbirkor yo'nalishida katta salohiyatga ega bo'lishim kerakligini tushunganman va umidsiz qolmaganman. Ko'pchilik mana shu joyda to'xtab qoladi hayotda. Mana shu bitta mag'lubiyat bo'ldimi? Zarbaga yiqiladi-da. Bo'ldi. Mana shu
yiqilganda qayta turib keta olgan odam kuchli inson bo'ladi. Aha. Keyin shu 2019-yilda keyin shu turmushga chiqqandan keyin qatnashganman. Keyin va 20, 21, 22da qatnasholmaganman. 2ta farzandlarim dunyoga keltirib, farzand tarbiyasi va tadbirkorlik yo'nalishlari bilan o'zimni rivojlantirib borganman va mana 2024-yilda hujjat topshirib, o'sha Zulfiya mukofotiga aynan sababchi bo'lgan yana ustozim Shohsupa, Oysha, sen 29 yoshga kirding, bo'ldi, keyingi yilga dedi ololmaysan dedi. Tez dedi hujjating topshir dedi. Hamma hujjatlaring yangiladi dedi. Tezroq dedi topshir dedi. Bir kunmi muhlat qolgan bilmayman. Menga endi shunaqa muddat beradi. Men Shohsupa shu aytganda yuragim chiz etib turadi. Tez qilishim kerak deyman. Tezroq hujjatimni yangilab olib borib berganman shaharga va u yerdan viloyatga chiqqan va viloyatda suhbatlar asosida har bir o'sha yo'nalish jamoatchilikka qanaqa foydam kelgan, nimalar jamoatchilikda men o'ringa ega bo'ldim, qanday o'sha jamoatchilikka foydam tekkan har bir sohadan keyin va o'sha respublika miqyosida, xalqaro miqyosida qanday yutuqlarga ega bo'lganliklarim har bir suhbatda va savol javobdan o'tib respublikaga yo'llanma oldim va respublikada ham Allohga shukr, shu o'tda ham bo'lmasam mazam bo'lmay, ayni qish paytida bo'lgan shamollab, temperaturalarim chiqib, shu yerda ham ota-onam, qaynota-qaynonam, turmush o'rtoqlarim duosi bilan aynan ustozim, Oysha, senga ishonaman. Sen buni uddalaysan. Sen yiqilsang ham, gapirolmay qolsang ham sen uddalab kelishing kerak degan. Va shu holatda o'sha suhbat jarayoniga kirganman. Jurilarimiz 14 ta 15 ta jurilar bo'lgan, hamma joyimiz kameralar bo'lgan, polni haqqoniylik bo'lishi uchun va har bir o'sha suhbat jarayonida har bir savolda har bir qilgan ishlarimiz o'sha haqqoniy, o'sha Zulfiya mukofotini haqiqiy insonlar olgan bo'lish kerakligini isbotlash uchun o'sha jarayonda qatnashib va alhamdulillah u jarayonlardan ham o'tib prezidentimiz bilan shu 2025-yilda 7-martda ko'rishishga muvaffaq bo'lganman. Aynan mana shu mukofotni topshirayotganda juda ham xursand, kuchli motivatsiyalar, mana shu turizmga katta hissa qo'shdi, o'zlarini murojaati, aynan Oysha qizim, o'sha ota-onangizga rahmat, shuncha qilgan ishlaringizga, yana bundanda keyingi ishlaringizga omad deyishlarida, turizmni birgalikda rivojlantiramiz degan gaplarni o'zida kuchli motivatsiya bilan shu kelishi, bu meni eng katta yutug'im. Ya'ni mana shu orzular orzusiz qolmadi degan ma'noni bildiradi. Ya'ni orzu qilishdan, maqsad qilishdan hech qachon odam to'xtamaslik kerak ekan. Orzu qildingizmi, oldingizga maqsad qo'ydingizmi, bu albatta amalga oshadigan narsa ekan. O'sha qizlik davrimda ham shu turmush o'rtog'im masalan yaxshi tushunadigan inson bo'lishini, keyin o'sha qaynota qaynonam bilan birgalikda turishini shularda orzu qilganman. Katta biznesmen bo'lishni, tadbirkor ayol bo'lishni orzu qilganlarim, mana shu mukofot olishlarim, har birini orzu qilib, niyat qilib, maqsad qilganlarim albatta mana amalga oshyapti. Demak, hech bir inson maqsadsiz qolmas ekan. Maqsad qildingizmi, albatta chin yurakdan astoydil harakat qilib o'sha narsaga sen, Allohim aytadi, sendan harakat mendan barakat deydi-ku, xuddi shunday harakat qilishdan to'xtamasligimiz kerak. Demak, harakat qildikmi, buni albatta mukofoti bo'ladi. Qiyinchilik bo'ldimi, demak tashlab ketishimiz kerak emas. Demak, buni ham nimadir mukofoti bo'ladi. Albatta o'sha maqsadimizga erishish uchun qandaydir yo'l chiqadi. Shuning uchun yarim yo'lda qolib ketmasligimiz kerak. O'sha biznes boshlaydigan inson ham birinchi to'sqinlik kelganda u to'sqinlikdan to'xtab qolmaslik kerak, qo'rqib, albatta uni yengib o'tishga harakat qilish kerak. Chunki o'sha marraga yetish uchun bitta yo'l yopiq bo'lsa ham ikkinchi yo'l ochiq bo'ladi. Chunki nimadir yo'l olib borish kerak. Albatta bo'ladi bu narsa. Bu hayotimizdagi bo'ladigan narsa-da, haqqoniy. O'shaning uchun oldimizga qo'ygan maqsadimiz o'sha bizneslarimizni, ayollarimiz ham, masalan, uyda o'tirgan ayollarimiz ham uyda o'tirib bemalol o'zi hunarmandchilikni qilsa bo'ladi. Hunarmandchilikka a'zo bo'lib, o'zi oilaviy tadbirkor bo'lib,
oilasini ish bilan ta'minlasa ham bo'ladi, oilaviy ko'chaga chiqmagan holatda. Tadbirkor ayollarga hozir juda ham katta imkoniyatlar yaratib berilyapti. Mahalladan deysizmi, xotin-qizlardan deysizmi, tadbirkor ayollardan deysizmi, har bir soha, har bir hozir yoshlar, xotin-qizlar alohida o'sha ayollar va yoshlar bilan shug'ullanib kelmoqda. Bunday imkoniyatni kim uchun yaratyapti? Biz uchun yaratyapti. Bu imkoniyatdan biz foydalanmasak kim foydalanadi? Iqtisodiyotimizga mana shuni biz o'zimizni qo'limizdan kelguncha, masalan, iqtisodiyotimizga biz o'zimizni nima desa bo'ladi, ulushimizni masalan qo'shmasak, masalan, biz endi qanday fuqaro hisoblanamiz? Demak, biz hozir ba'zi insonlar, ba'zi fuqarolar shunaqa yashashadi, davlat qilib bersin, davlat menga uni qilib bersin, buni qilib bersin va hokazoda. Lekin mana bu sizni pozitsiyangiz judayam menga yoqqan pozitsiya. Men nima berdim? Men vatanga nima berdim? to'g'ri. Vatan menga emas, men nima berdim jamiyatimizga, o'sha yordamga muhtoj insonlarga, dunyoga nima berdim degan maqsad bilan yashasa, odam o'z-o'zidan rivojlanib ketaveradi, to'g'rimi? Ko'plab hozir ijtimoiy tarmoqlarda ko'p ko'ramiz, faqat negativ narsalar ko'p yozadi. Bizga hozir yurtimiz tomonidan, davlatimiz tomonidan shunaqa tinchlik, qaysi davlatda hozir tinchlik narsa bor? Qaysi davlatda hozir totuvlik degan narsa bor? Qaysi davlatda hozir imkoniyat degan narsa bor? Tekin degan narsa bor. Masalan, hozir hamma narsamiz, masalan, hozir bog'cha deysizmi? Maktab deysizmi? Masalan, o'sha kam ta'minlanganlar, masalan, o'sha qiynalayotgan oilalarga ham hozir davlatimiz juda ham katta imkoniyatlar yaratib beryapti. Hatto shu uyingda bog'cha och deyapti, tadbirkorlik yo'nalishingda deyapti. Men senga o'sha har bir narsalarni, hamma narsasini ishchilargacha hatto oylik to'lab beraman. Faqat o'sha bolalarga o'quv tizimini, masalan, tayyor tadbirkorlik. Bundan foyda ko'rsa bo'ladi. O'sha bitta oila foyda ko'riladigan narsada oilaga daromad kelib, ishsizlik soni yanada kamayadi. O'sha narsadan biz foydalanib qolishimiz kerak. Demak, bu bizga tayyor berilayotgan ovqat, qornimizni to'yg'izadigan narsa. Bu degani imkon topadi, albatta. Shu biz ko'p, masalan, xodimlar, ya'ni ishchilarga murojaat ko'p qilamiz, masalan, ishchilar kerak paytida ko'p ishchilar keladi. Oylik katta bo'lishi kerak, ularga faqat o'tirish kerak. Keyin bitta narsani o'rganib olgan, hali mehnat kodeksida 8 soatlik ish degan narsa degan joyi bor-da. O'sha narsaga masalan yo anaqa qilib olgan, o'rganib olganda bitta shu joy, qolgan joyini mehnat shartnomalarini yoddan bilmaydi. Lekin 8 soatlik bo'ldi, 8 soatda oshdimi, men ish vaqtim tugadi deydi. Unaqa narsani masalan yo'q qilish kerak. Biz nima uchun ishlayapmiz? Agar men o'zimni masalan daromadimni, o'zimni masalan foydam, o'zim boyligimni o'ylaganimda, masalan kredit orqasidan yo rivojlanib, masalan shuncha ish o'rni yaratib, yo shuncha qiyinchilik narsani, masalan qiyinchilik etabiga masalan duch kelmasdim. Masalan o'sha narsaga menga kerak emas derdim. Chunki men o'zim foydamni olyapman. Menga nima keragi bor? Kredit nima keragi bor? Foiz to'lab deb o'tirardim. Lekin yo'q. Bizga yoshlarga shuncha kuch beryapti, shuncha imtiyoz beryapti, shuncha masalan har tomonlama bizga motivatsiya berilyapti. Nimaga shundan foydalanmasligimiz kerak? Albatta undan foydalanishimiz kerak-da. Chunki uni biz uchun yaratgan. Biz yoshlarmizmi, biz ayollarmizmi tayyor imkoniyatni beryapti. O'sha tayyor imkoniyatdan foydalangan holatda o'zimizning karyeramizni albatta qurishimiz kerak. Bu xalqimiz boy bo'lishi uchun yaratib berilyapti. To'ppa-to'g'ri. Men o'sha atrofimdagi insonlarga aytaman, mana insonlar nimaga chiqib, internetga chiqib sigaret chekish reklama qilyapti, vaqtni zoya ketkizib, bema'nigarchilikni reklama qilib, xalqni ongiga kirib borayotgan paytda biz ziyoli, xalqqa manfaat beraman degan insonlar ham o'z o'rnida mana jaholatga qarshi ma'rifat, biz ham ko'proq xalq bilan muloqot qilishimiz kerak degan maqsadda shunday podkastlarni biz yo'lga qo'ydik. Juda ham foydali bo'ldi. O'ylaymanki, mana shu xalqimiz orasida Osiyoxon opa menga yordamingiz kerak, Zilolaxon opa menga yordamingiz kerak degan qizlar, yigitlar yonlaringizga kelsa, bor kuchlaringiz bilan yordam berasiz degan umiddamiz. Chunki mana shu barcha
kuch qudratimiz, mehnatimiz mana shu jamiyatimizni rivojlantirish, mamlakatimizni rivojlantirish, rivojlangan mamlakatlar qatoriga qo'shish maqsad qilganmiz. Azizlar, shu yerda biz bugungi suhbatimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Azizlar, keyingi suhbatlarimizda qaysi tadbirkor yoki muvaffaqiyatli insonlarni ko'rishni xohlagan bo'lardingiz? Bular haqida kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Agar suhbat sizga yoqqan bo'lsa, videomizga like bosib, do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Omon bo'ling.